Yo'q, aslida xulosa berish, qaror qabul qilish haqiqatan analitikning ishi. Bu qaysi analitik bo'lishdan qat'iy nazar. Mana aytdik-ku, bitta soha rivojlansa, uni ichida rasmiy terminlar ham ko'payishni boshlaydi. Xuddi shunday, hozirgi kunda mana bizda 3 xil termin bor. Ya'ni ma'lumot, axborot va bilim. 3 taga bo'linadi. Lekin bitta tomoni bor, yaxshi xodim har doim yaxshi rahbar bo'ladi degan emas. Bu tomoni ham bor. Tashqaridan qaraganda, frontdan qaraganda zo'r, savdolari zo'r, onlayn savdo bilan shug'ullanardi, onlayn urish sotish bilan. Lekin ichkaridan qaraganda haqiqatan kompaniyada to'laqonli qarz bor. Kompaniyada baribir ichidan kelib chiqqan odamlar qaror qabul qilishga ko'proq moyilligi bo'ladi va ular qabul qilishi to'g'riroq bo'ladi. Soha, mana shu sohada ML bo'lsa, data science, data analytica nimaga o'sha oxirgi paytlarda keskin birdaniga ko'zga tashlanib qolyapti va katta talab bo'lyapti. Ma'lumotni olib ko'rgan bilan uni xulosa chiqarmasangiz, unga xulosa chiqargandan keyin o'shani ustida ishlamasangiz foydasi yo'q. Kimdir kirib, xodimingiz masalan, shu parolini vaqtida almashtirmaganligini hisobiga kimdir bilib qolib, kirib sizni sistemangizdan kerak ma'lumot yo'qki, kirib o'sha shuncha yil to'plagan jadvallaringiz o'chib ketishi mumkin. Nimaga falon davlat, masalan, katta davlatlar aholisi juda boy yo falon odamlar juda ham boy deydi. Nima uchun ba'zi odamlar kambag'al deydi. Lekin o'sha aytaman, sun'iy intellekt baribir aytganingizdek nima qilmaydi. Inson kapitali degan narsa borda baribir. Inson ba'zi narsalari bor. Agar shu narsaga e'tibor bermasa, uni ishlata olmaydi. Sun'iy intellektni boshqarish uchun tabiiy intellekt kerak deydi-ku. Shunaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, boshlanishida bo'lmasa bir tanishib olsak, o'zingizni tajribalaringizni aytib, ism familiya bilan tanishtirsangizlar, shu bilan kirishib ketamiz xolos. Feruz aka, sizdan boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Feruz, familiyam Jo'rayev. Men 12 yildan beri shu IT sohasidaman. Birinchi faoliyatimni anaqada boshlaganman. Shaxshunoslik institutida boshlaganman. Endi Shaxshunoslik institutida IT markazi bo'lardi, ya'ni bizlar uchun tajriba maydonchasi bo'lardi. O'sha yerda boshlaganman. O'sha yerda qiziqish uyg'ongan. Ya'ni o'zi IT nima, informatika nima, o'zi dasturlash nima. Birinchi ishimni o'sha veb-sayt qilib, daromad olganimdan keyin menga o'sha sohaga muhabbat paydo bo'lgandi. Keyinchalik Fido biznes kompaniyasiga ishga kirdim. Bilasizlar, Fido biznes kompaniyasi asosan shu bank tizimlariga moliya sohalarida programma qilib beradi. Ularda o'sha Oracle, Big Datalar bilan ishlaydi va Java dasturlash bilan ishlaganimiz uchun men uchun yengillik bo'lgan va qiziqish ko'proq bo'lgan. Topshirganman, ya'ni shu vakantga topshirganman, savol javobdan o'tganman-da, kirganman. O'sha asosiy o'sha ma'lumotdagi qiziqish o'sha paytdan boshlangan. Keyinchalik hayot davomida shu ishlagan joylarimdan tajriba orttirib, hozir o'sha texnik direktor vazifasida ishlab kelyapman. Allohga shukr. 100dan ortiq shogirdlarim bor. 2-3ta startap loyihalarim bor. Undan tashqari yana bir ikkita startap loyihalarim bor. Ularning ustida ishlayapman. Ya'ni bir jihatdan IT sohasiga hech bo'lmaganda hissam qo'shilyapti degan naqam bor-da mana. Shunaqa. Rahmat. Sulton. Xo'p, men o'zi birinchi bo'lib o'sha universitetni bitirganimda boshqa sohada boshlaganman, ya'ni kichik moliyachi bo'lib Zip24 degan kompaniya bo'lardi, o'sha yerda boshlaganman. Va u yerda ham juda ham qiziqqan, ya'ni sohaga, moliya sohasi juda ham qiziqib, ACCA'larni o'qib topshirmaganman, lekin o'qib qiziqib. Lekin Artelda bitta birorta og'aynim ishlardi. O'sha og'aynim taklif qilib qo'ygan. Shu Artelda hozir katta transformatsiya qilmoqchi, ya'ni IT sohasi, IT yo'nalishi bo'yicha katta transformatsiya qilyapti. Yangi CTO kelgan. Deb keyin o'sha taklif qilganda borganman. U yerda Scrum Master lavozimida ish boshlaganman. Ya'ni Scrum paytda deyarli O'zbekistonda hali eshitilmagan sohalardan biri edi. Scrum Master bo'lib ishlab, keyin Project Manager, Program Manager bo'lib, ya'ni bir nechta o'sha
Artel ichki produktlari bor va bir nechta produktlarni tatbiq qilayotgan edi. O'shalarni o'sha menejer, o'shalarni boshqaruvchisi bo'lganman. O'sha qanchadir muddatdan keyin oxirgi lavozimim Artelda Head of Software Development Direction, ya'ni Artelda IT bo'limi ham bir nechta komandalardan iborat. Ya'ni kimdir sitga, kimdir IT portalga o'sha men javob beradigan o'sha hamma ichki razraботkalar, ichki dasturlash dasturlarini hammasiga javob beruvchi bo'lim rahbari bo'lib bo'lgan oxirgi lavozimim. Lekin oldindan universitet davrida boshlangan desam bo'ladi dataga qiziqishim, chunki bizda o'sha dataga aloqador juda ko'p fanlar bo'lgan. Koreyalik bitta juda ham yaxshi ustozimiz bor edi, professorimiz. O'sha qiziqtirgan biz dataga. Data qanday kuchli, qanday qudratli narsa. Data kimda bo'lsa, ya'ni ma'lumot kimda bo'lsa, o'sha odamda qudrat borligini o'sha hozirgi kunda, ya'ni deydi yangi yoqilg'i, hamma narsani yoqilg'isi, ekonomikani ham, ta'limni, bilimni ham. O'shani tushuntirgan, o'sha paytda va o'sha ichimda ya'ni turardi, yonib turardi o'sha narsa. Ham birinchi kursdaligimizda bizga Java o'rgatilgan, 2 semestr programmirovaniyaga ham juda ham qiziqqanman. Faqat o'sha fanni o'qiganman desam bo'ladi. Birinchi semestrda qiziqib, shunaqa darajaga chiqib o'qiganmanki, ya'ni o'shani bilsangiz, programmani bosganingizda sizga xato aytib beradida, traceback xato. O'shani professorlar nimadir yozasiz, xato ko'rib qolsam, hozir mana xato beradi desam, yonimdagi o'rtoqlarni keyin qani ko'raylik deb, rostdan o'sha, ya'ni shunchalik qiziqib o'qiganman. Kitob bo'ladi bizga yonmoqqa. Katta hajmdagi 300 betli ikkita kitob bergan, Javadan o'shani o'qib tugatganman. Keyin baribir dataga tortgan, ya'ni engineeringga tortgan, ya'ni managementdan ko'ra baribir o'sha muhandislikka ko'proq ishtiyoq bo'lgan va shu paytda EPAM kompaniyasi trening o'tkazayotgan bo'lgan, ya'ni 8 oylik Data Analytics and Engineering degan trening. O'shanga saralashdan o'tganman, qabul qilishgan va o'qish boshlangan bu yerda. Esimda yo'q, nechta bir 40 ta 50 ta odam atrofida boshlaganmiz va oxirida menimcha 15 ta odam tugatgan va undan ham nechtadir odam qabul qilingan EPAMga. O'shalarning ichida qabul qilinganman. Lekin men uchun juda ham katta qadam bo'lgan. Chunki bu yerda head of bo'lib boshlaganda, bu yerda endi junior bo'lib boshlash kerak. Va hamma narsaga ta'sir qiladi. Bu birinchidan lavozim, ikkinchidan oylikka ham juda ham katta ta'sir qiladi. Ularga ham shuni tushuntirganman. Bundan oldin ham EPAMdan taklif tushgan, undan oldin biznes analitika bo'yicha nimasi bo'lgan. Unga ham o'tganman, unda ham taklif qilishgan, faqat unda tayyor bo'lmaganman. Yo'q, bunchalik tusha olmayman hozir oylikga. Keyin ikkinchi marta bo'lgandan keyin endi yana buni ham taklif qabul qilmasam afsuslanish bo'ladi deb qabul qilganman va Allohga shukr, ana shu orqasidan hozir yaxshi ko'rgan ishimni qilaman. Birinchidan ham juda ham flexible ish nimamiz, xohlaganimizda, ya'ni ishni bajarib bersangiz bo'ldi, ofisga borish talab hozir ham ishlaysiz. Xuddi shunaqa. Hozir ham kerak bo'lsa ishimni bajarib qo'yaman, bo'ldi. Erkin grafik. Hech kim hech qayerga bog'langan emas. Ya'ni hozirgi nimalarda eng yoqtirgan taraflarimdan biri, yaxshi ko'rgan o'zim soham bilan shug'ullanaman va hech kimga vaqtim bog'lanmagan. Ishimni bajarib bersam bo'ldi. Qisqacha qilib aytganda Rahmat. Xo'p, hozir biza data analitika nima ekanligi haqida gaplashamiz. Bu yerda data engineering nima, data analitika nima, data science nima va ML nima? Ularning bir-biridan farqi nimada? Umuman o'zi bu soha nima uchun trendga kirib kelyapti? Hozirda nima uchun ko'p bilinyapti? Agar aytganingizdek oldinroqdan o'zi trendda edi dedingiz. Shu data analitika nima degan savoldan boshlasak. Ketma-ket aytib ketaversangiz. Xo'p, data analitika aytib o'tganingizdek oldindan bor, Feruzbek ham ta'kidlab o'tdilar. Oldindan ham bor. Buni nimaga o'xshatsak bo'ladi? Neftga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni neft ham bizda oldindan bo'lgan, hech qachon paydo bo'lib qolmagan. Yangi neft desak ham bo'ladi ma'lumotlarni hozirgi, ya'ni uni qayta ishlay olgan, to'g'ri qayta ishlay olgan odam yutib ketadi. O'sha qaysi bu davlatlar miqyosida olamizmi? Davlat bo'lsa, kompaniya bo'lsa yoki даже o'sha oila bo'lsin, bitta oila ma'lumotlarni to'g'ri boshqara olsa, o'sha odam yuksaklikka tezroq erishadi, ya'ni qandaydir foydalarga tezroq erishadi. O'sha tarafdan data analitikani aytib o'tganidek oldindan bor, lekin endi rivojlanayotib, endi tushunib yetilib, endi u kasb, endi u qandaydir
predmet nimasiga ko'tarilyapti, o'rganilib, kerakli joylarga e'tibor berib, har bir yo'nalishlarga bo'linyapti. Oldin ham bizda bo'lganda, ya'ni birinchi hamma narsada shunday bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, tibbiyotda ham birinchi o'sha tabib deb boshlanadi. Keyin sekin yo'nalishlar har bittasini o'zini stomatolog, dermatolog, kardiolog bo'lib turib bo'linib, keyin kardiologiyani yana ichida yana bo'linib ketadigan. Ya'ni xuddi shunaqa data analitika ham birinchi mana Firuzbek ham juda yaxshi biladilar. Data analitiklar ham birinchi o'zi programmist deb qaragan hamma. Ya'ni dasturchi deb qaragan, keyin ajrab chiqqan, ya'ni o'sha dataga, ya'ni ma'lumotga ixtisoslashgan, ma'lumotga ko'proq e'tibor beradigan mutaxassis bo'lib, data mutaxassis bo'lgan, keyin unda hozirgi kunda aytib o'tganingizdek data analyst, data engineer yoki data scientist, ML engineer bo'lib, yana ham bo'linib, bularning ichida ham bo'linib boryapti. Ya'ni yangi kasblar ham chiqyapti, masalan, prompt engineer degan. Ya'ni bu o'sha biz ishlatayotgan sun'iy intellektlarga to'g'ri prompt yozish, o'sha qanday tuzish kerak. U ham kasb, u ham predmet sifatida rivojlanyapti. Uni ham u ham oddiygina siz yozib qo'ymaysizda, nimalarga e'tibor berishingiz kerak, qanday javob berasiz, u qanday tushunadi sizni promptingiz. Masalan, u bilan odam bilan gaplashganda gaplashasizmi yoki alohida e'tibor berishingiz kerak bo'lgan nuqtalari bor. Qisqacha qilib aytganda shu. Firuzbek aka, siz nima deb o'ylaysiz? Men o'ylashimcha, endi tajribadan kelib chiqiladi. Masalan, biz paytimizda mana 10 yil oldin orqaga tashlaganda bu sohaga talab bo'lmagan. Nimaga? Chunki buni tushunadigan mutaxassis sanoqli bo'lgan. Asosan o'sha bank tizimida yoki o'sha juda katta kompaniyalar, holdinglar bilan ishlatmasa, aksariyat yosh kompaniyalar bilmagan. Nimaga? Mutaxassis deganda kompaniyani nazarda tutasiz. Nimaga? Chunki ularda data shakllanmagan. Shakllangan data hali yosh bolaga o'xshagan deydi-yu, hali yo'q qayerdadir qog'ozda bo'lgan, yo'q qayerdadir tizim ichida bo'lgan. Tizimlashtirish shakllanmagan. O'sha paytdagi qaror qabul qilishlar hammasi bu hissiyotga asoslanib bo'lganda. Masalan, hozirgi kunda qaysi kompaniyaga e'tibor bersangiz, ma'lumotni songa qaraydi yoki diagrammaga yoki unga bunga qaraydi. Nimaga? Chunki zamon talabi shunaqa. O'sha paytda mana biz ishlab yurgan paytimizda ham juda ko'p big datalar bo'lardi. Biz o'zimiz programmist sifatida uni ustida o'zimiz ishlardik. Bevosita ishlardik, lekin u ma'lumot qayerdan chiqyapti, nima bo'lyapti bilmasdik uni. Uni biladigan mutaxassis yo o'sha sohani vakili bo'lish kerak edi. Bank bo'lsa bank, energetika bo'lsa energetika yoki boshqa mutaxassislik bo'lardi-da, bizga buni aytib berardi. Mana bu yerdan shakllanadi, mana bu yerdan shakllanadi, aytib berardi. Men birinchi martada o'sha hozir отчет deymiz uni, hozir analitika degan narsani elektr energiyada yuridiklarni отчетini qilganman. Bu hozirgi kunda aytilsa kulinadigan отчет poliyasi 120 poliya bo'lardi, maydon bo'lardi. Hajmi 1 terabaytga yaqin bo'lardi. Bu eslaringda bo'lsa, eski kompyuterlar bo'lardi, printerlar bo'lardi, bitta boz chiq qilib, anaqa o'sha bir kunlab отчетlarni formatka qilardi, reyestr deydi bu narsani. Aslida o'sha ma'nosini tushunmaganmiz, nimaligini, lekin hozirgi kunga kelib turib, haqiqatan biz o'ta katta ma'lumotlar bazasi bilan ishlagan ekanmiz. Buni tushunadigan odam bo'lmagan ekan degan xulosaga keldim. Bitta odam bo'lardi. Ismlari Tamara Nikolayevna edi. Yuridiklar bo'yicha o'ta mutaxassis ayol edilar. O'sha ayol tushunardilar sohani. Chunki data analitikani tushungani bilan sohani tushunmasangiz, ma'lumotni yig'ish boshqa, u ma'lumotni o'qib bilish boshqa ekanda. Xuddi shunaqa tarzda. Ma'lumot shakllanadi, shakllangan ma'lumot yillar mobaynida shakllanadi. Lekin uni ma'lumotni ishlaydigan, ma'lumotni tushunadigan odam bo'lmasa, u ma'lumotni data analitika deb bo'lmas ekan. Uni ma'nosi o'sha o'qish bilan ekanda. Biz buni bilmaganmiz, ya'ni mutaxassis bo'lmagan. Boya aytganimdek, analitik degan bitta odam bo'lardi, u biznesga ham qarardi, boshqasiga ham qarardi, lekin aynan ma'lumotlar bilan ishlamasdi. Mana hozirgi kunda o'sha soha paydo bo'ldi. Ya'ni chetdan kirib keldi albatta bizga, chunki O'zbekistonda men bilganim o'sha astronomiyada, matematika institutida, fanlar akademiyasida o'ta katta ma'lumotlar bilan ishlangan, o'zimiz qarashganmiz, lekin hech kim data analitika demaganda. Mana hozirgi kunga kelib o'sha sohalarida ham mana bizlarning tanishda ishlayapti, data analitika yo'nalishida ishlayapti. Demak bildimki, bu azaldan paydo bo'lgan soha edi.
bor edi, lekin buni ma'nosiga hech kim tushunmagan. Endi kelib haqiqatan ma'lumotlar bilan ishlaydigan, ya'ni ma'lumot biz uchun bu oltinga teng narsa-da. Ma'lumot bo'lmasa hech narsa qila olmaymiz. Shunaqa. Endi bildikki, ayniqsa shu ma'lumot bilan ishlaydigan bir mutaxassislik kerak bizga. Hech narsa qilmasin. Bo'ldi, ma'lumotni olsin, yig'sin, tahlil qilsin, kerak joyga yetkazsin. Endi bizga bu narsa kirib kelgandan keyin уже bizga shov-shuv paydo bo'ldi. Ya'ni data analitikani olib chiqqan insonlar o'sha kompaniyani yoki o'sha inqirozdan qanaqa chiqayotganini ko'rsatib beradi. Aslida bu oddiy tushuncha bo'lgan. Oddiy tushuncha bo'lgan, lekin ma'lumotlar bilan, sonlar bilan ko'rsatilgan yanada aniq bo'ldi. Ya'ni nimada qorong'uda yurgan, achki taqib yurgan odam yorug'likka qanaqa chiqadi? Shuna, mana bunaqa narsamiz bor ekan-ku. Nahot biz bilmaganmiz, nahot bu soha oldin kirib kelmagan degan tushunchani. Yo'q, aslida bor edi. Ya'ni biz qilganmiz, qora ko'zda qilganmiz shu narsani. Mana hozir Nalogiyni bu 33 million aholiga qaraydigan ma'lumotlar bazasini biz shakllantirgan. Hozir aynan shu soha bilan ishlaydigan 2-3 ta mutaxassis bor. Data bilan ishlaydi. Nima demoqchiman? Har bir sohaning negizi bo'ladi, ildizi bo'ladi. Lekin zamonlar oshgandan keyin u sohaga yangicha yondashuv paydo bo'ladi, yangicha ismlar, atamalar kirib keladi. Rasmiy nom beriladi. Rasmiy nom beriladi. Mutaxassislar paydo bo'ladi. Davri keladi. U mutaxassislar faqat shu bilan ishlaydi. Boshqa narsani e'tibor qiladi. Masalan, u mutaxassis programmist bo'lmasligi mumkin hozir. Hozir ham aytaman. Data analitiklar dasturlashni bilmaydi, aksariyati. Masalan, ildizini bilmaydi, lekin sohani biladi, ya'ni ma'lumotlarni o'qishni biladi. Men Google data analitikasini sertifikatga o'qiganimda boshdan tushuntirib kelyapti-da, keyin bir 10-mavzuda data analitika mutaxassisligi dasturlashni bilishi shart emas. Nimaga deb qidirib borsam, ularga ma'lumotlarni ustida ishlashni va ma'lumotlarni o'qish prinsipini tushuntiryapti. Masalan, shu ma'lumot qayerdan shakllandi? Ildizi qayerda? Bu ma'lumot masalan shakllangandan keyin narigi ma'lumotlar masalan merj qilganda nima hosil bo'ladi? Va bu ma'lumotni masalan kelajakda berganda nima sodir bo'ladi? Shu narsalarni tushuntirib beryapti. Keyin o'yladim, demak, haqiqiy ma'noda biz bu sohaning mutaxassisi ekanmiz. Chunki biz o'zimiz ma'lumotlar shakllantirishga hissa qo'shardik. Chunki tizim yaratamiz. Tizim ustida ishlaymiz. Tizimda nima bo'layotganini bilamiz. Tizim ma'lumotlarni yig'yapti. Ma'lumotlarni yig'ishni, olishni, obработка qilish bilamizmi? Demak, biz butun boshli ma'lumotlar shakllanishini biladigan insonmiz. Agar bitta kompaniya agar bizga o'xshagan xodimlarni ishga oladigan bo'lsa yoki o'sha kompaniya shunaqa xodim bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. U kompaniya nima desa bo'ladi? Haqiqiy oltinni ushlab turgandek gapda. Oltinni ushlab turgandek gap. Chunki u sohani ham biladi, ma'lumotni ham yig'yapti, tizim shakllangan, qayerda nima bo'layotganligini biladi. Bo'ldi. Agar tashqaridan odam olib kelsangiz, ma'lumotlarni shug'ullan deydigan bo'lsangiz, u sohani o'rganib, ma'lumotlar bilan ishlashga ham ancha-muncha vaqt ketib qoladi. To'g'ri. Shuning uchun meni masalan nuqtai nazarimdan data analitiklar baribir negizni bilish kerak, istoriyani bilish kerak. Keyinchalik o'zini ustida ishlab borsa, bitta kompaniyaga haqiqiy kerakli kadr bo'ladi, ключевой, ya'ni kadr bo'ladi, unikal kadr bo'ladi. To'g'ri. O'sha hozir nimani aytdingiz, 10 yil oldin bu balkim siyosatga ham borib taqalishi mumkin. Ya'ni data analitikani rivojlanishi baribir biznes rivojlanishiga bog'liq. Shu 10 yil ichida bizneslar tez rivojlanishni boshladi. Keyin konkurensiya paydo bo'lyapti. Konkurensiya paydo bo'ldimi, уже bitta kompaniya raqobatdoshidan o'tib ketish uchun o'tmishda qilgan nimalarni, tahlillarni olib, kerak bo'lsa korrelyatsiya qilib, ob-havoni ham hisobga olib, konkurensiya qilishni boshlaydi. Shunaqa. Ya'ni o'sha konkurentdan qaysidir jihatdan ajralib turishligi uchun o'zini kuchli taraflarini qidirishsa, o'sha siz aytgandek ma'lumotlardan foydalanib yoki ularni ma'lumotlaridan ham foydalanishi mumkin. O'sha konkurentning ma'lumotlari u qaysi yo'nalishda ketyapti, nimaga ko'proq urg'u beryapti, qaysi masalan yangi buni qanaqadir yangi kashfiyot qilish jarayonida turibdimi, o'shalarni ham o'rganib aytganingizda. Endi biznesda siz ana top menejer bo'lganingiz uchun hali yaxshiroq nima qilamiz endi, haligi top menejerlar aytganingizdek, bizda biznesda odatda top menejerlar analizda turishadi. O'sha bitta data analitik mutaxassislar endi bizda shakllanayotganligi sababli, trend endi bo'layotganligi sababli ularda bitta kamchilik ko'raman. Ular datani yig'adi, masalan aytgan tezi bo'yicha qiladi, lekin xulosa bera olmaydi. Xulosa bera olmay qoladi.
Endi o'zi data analitik o'sha umumiy shu mavzuda gapirdingiz-ku, data analitik xulosa o'zi berish kerakmi? O'zi agar xulosa beradigan bo'lsa, bu yerda qo'pol qilib aytganda haligi mayda ishlar o'sha datani yig'ish, uni parse qilish, boshqa narsalar qolib ketmaydimi? Haligi xulosa berish va bu yerdagi umumiy mayda ishlar o'sha datani bilan ishlash jarayonlari ikki xil narsa emasmi? Yo'q, aslida xulosa berish, qaror qabul qilish haqiqatdan analitik nishi. Bu qaysi analitik bo'lishidan qat'iy nazar. Endi biz uni hozir data analitik bo'limga yukladik. Chunki ma'lumotlarni ishlagandan keyin ma'lumotni tahlildan u уже xulosa chiqarib bo'ladi. Masalan, oddiy o'ylab qaraganda, yaqinda bitta kompaniyani biz tahlil qilishdik, o'sha top menejerlar sifatida. Aslida u kompaniya 3 yildan beri startap ro'yxatdan chiqib, endi o'sha ma'lum bir investitsiya olib, o'zini rivojlantirayotgan kompaniya edi. Lekin tashqaridan qaraganda, frontdan qaraganda zo'r, savdolari zo'r, onlayn savdo bilan shug'ullanardi, onlayn sotish bilan. Lekin ichkaridan qaraganda haqiqatdan kompaniyada to'laqonli qarz bor. Uni hech kim bilmaydi. Keyin endi men yaxshi bir odatim bor, ichkariga kirganimdan keyin so'rashni boshlayman. Har jihatdan. Maydalab, buxgalteriyangdan nima, marketingda qanaqa, targetga qanaqa, hammasi maydalab so'rab, ishlaringga qanaqa qo'yib beryapsan. Uje ularda kerakli ma'lumot shakllanmagan. Ya'ni kerakli ma'lumot shakllanmagandan keyin ma'lumotga qarab turib hech narsa bera olmaysiz. Xulosa qila olmaysiz. Lekin ichki tizimlarida hamma narsa joyida. Vроде joyida, ma'lumotlar shakllanyapti, grafikalar chiqqan, dashbordlar shakllanyapti. Lekin yetarli emas. Har oy sotilyapti, lekin 500 million, 600 million qarz bo'lgandan keyin odamda shubha paydo bo'ladi. Qayerga ketyapti? Keyin bergan bitta savolim bo'ldi. O'zi haqiqatdan shakllanayotgan ma'lumotingni qarab turib, sen kelajakka to'g'ri qaror qabul qilyapsanmi yo'qmi? Masalan, sen bu oyda taxminan 1,5 million so'm, 1,5 milliard sotding. Lekin xarajatingni hisoblamayapsan. Ya'ni xarajat anaqa emas, o'rganilmagan. Ya'ni xarajat shu qadar sarflanyaptiki, xarajatni hisobga oladigan metrikalar yo'q. Ya'ni metrika bo'lmasa, ya'ni nimaga qanaqa xarajat ketayotganini bilmasa, uni foydasi yo'q-da. Shunaqa. Keyin oxir oqibat shu qarorga keldik, har bir narsani, hatto o'sha bitta odamga lit qanchaga tushishini ham hisob kitob qildik. Masalan, bitta odamga oldin $1,5 lit tushgan bo'lsa, nimaga shu $1,5 tushdi? Nimaga shuni biz $1 tushira olmayapmiz? Shu darajaga yetib keldik. Erdamda edi. Har xil holatlarni hisobga olyapmizda, bir 20-30 ta metrika aniqlaganmiz. Bunda qarasak, o'sha oddiygina bir kamchilik, ya'ni lit chaqirish uchun qo'yilayotgan reklamada kreativlik past bo'lgani uchun yoki o'sha reklamani masalan ko'rganda odam tez chiqib ketib qoladi-da. Tez chiqib ketib qolgandan keyin mana bu Facebookda ham, Instagramda ham, boshqa sotsiyetlarda ham o'zini yig'adigan metrikalari bor. O'sha nimani narx oshirib yuborar ekan. Masalan, siz kirib bit tashash o'rniga kirib chiqib ketsangiz bo'ldi. U $1 emas, $2 ga farq qiladi. Ho'k yaxshi emas. Juda mayda narsalarni hisobga olib bitta kalkulyatsiya qiladigan bo'lsak, eng katta xarajat $50 million xarajatimiz marketingga ketayotgan paydo bo'ldi. Keyin uje ne hisob-kitob qilib, keyin qaror qabul qilasizda. Ha, demak, men marketingga, targetga ko'p xarajat qilayotgan ekanman. Nimani kesaman? Nimani chopsam yaxshi? Xo'p, demak, men hozir birinchi navbatda reklama olishim jarayonida kreativlikni oshirishim kerak. Arzonroq reklama qilaman, lekin kreativlikni oshirishim kerak. Ya'ni hozirgi kundan kelib chiqqan holatda shunaqa reklama olayki, ham arzon tushsin, ham odamlar qiziqsin. Keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgan paytimda reklama yoqishni anaqalar bor. O'zini maxsus programmalar bor. Men qimmatroqdan emas, arzonroqdan qo'yaman. Ya'ni shunaqa qilib ayrim bir joylarni chopdik, ayrim bir joylarni qisqartirdik. $50 ming emas, $30 ming, $20 ming ga tushdi shu narsa. Demak, bunday o'ylab qaraganda, ma'lumotni olib ko'rgan bilan uni xulosa chiqarmasangiz, unga xulosa chiqargandan keyin o'shani ustida ishlamasangiz foydasi yo'q ekan. Chunki ma'lumot bu dinamikda, bu statik emas. O'zgaradigan narsa. Masalan, bugun shakllangan ma'lumot ertaga o'zgarib qolishi mumkin. Uni istoriyasidan qarash kerak.
hop yanvarda nima qiluvdim, fevralda nima qiluvdim, martda nima qiluvdim, nimaga menda avgust yoki sentyabrda oshib ketib qoldi. Xuddi shu narsa. Demak, u top menejerni qilayotgan ishi masalan sizga zadacha beradi, nimaga bunaqa bo'ldi deydi. Lekin agar ichkariga kirsa hamma narsani tushunadida, hech bo'lmaganda qarori o'zi bersa, mutaxassislik masalani falonchi men o'ylab chiqdim, men bugun analiz qildim, mana shu yerda biz katta yo'qotayotgan ekanmiz, kel kompaniyani top menejmenti kelishib mana shu qarorga kelaylik. Ya'ni 2-3 ta metrikani aytadida, shu narsani qiladi. Bu foyda beradi. Uni o'qib turib hech qanaqa narsa decision qilmasdan, action qilmasdan turib, faqat ma'lumotga qarab turib ham natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun analitik o'zini ishini qiladi. U mayli u mutaxassis bo'lsin, top menejer bo'lsin, lekin qaror qabul qilishda baribir top menejer va o'sha mutaxassis kerak bo'ladi. Agar u top menejer IT data sohasi mutaxassis juda zo'r bo'ladi. Chunki o'zi yig'adi, o'zi biladi, his qiladi va o'zi qaror qabul qiladi. To'g'ri, ozgina qiyin, lekin vaziyatdan chiqib ketish uchun bu eng yaxshi chora. Lekin yaxshi MBA darajasi o'sha biznes management savodxonligiga ega menejer bo'ladigan bo'lsa ham nima qila oladi, tahlil qila oladi. Ha, shunaqa. Ha, ya'ni ozgina qo'shimcha qilaman sizga ham bildirib o'tgan fikrlaringizga. Bunga javob berishlik uchun, ya'ni data analitikning vazifasi nimalardan iborat o'zi degan savolga javob berish uchun biz hozirgi kunda o'sha data mana aytdik-ku, bitta soha rivojlansa, uni ichida rasmiy terminlar ham ko'payishni boshlaydi. Xuddi shunday hozirgi kunda mana bizda 3 xil termin bor. Ya'ni ma'lumot, axborot va bilim. 3 taga bo'linadi. Ya'ni ma'lumot deganda bizda tushunadigan narsa xom holatdagi qandaydir faktlar bo'lgan narsa, lekin xom, hech qanday o'zidan foyda ola olmaysiz. U bizga qandaydir foyda keltirish uchun uni axborotga aylantirish kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun bizda raqamlar turibdi qandaydir, u raqamlar bizda masalan aytaylik 3, 5, 15 va keyingi nimada buni qanday qilib axborotga aylantiramiz? Masalan, qaraymizda, bu raqam tushunganimiz uchun bizda endi data analitik buni chiqarib beradiki, nima deydi? Bugun kechaga qaraganda havo harorati 3 gradusga yuqoriroq yoki pastroq bo'ladi deb bizga axborot, qandaydir xabar beryapti. Ya'ni ma'lumotdan bizga qandaydir muhim narsani chiqarib bizga xabar beryapti. Endi xo'p, xabar bizda bor, lekin bu hali bizda bilim emas. Bunda hali to'liq foyda chiqara olmadik. Ya'ni bu qachon bizga to'liq foyda beradi? Buni bilimga aylantirsak. Endi bilim nima bo'ladi bu yerda? Xo'p, bugun havo issiq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq suyuqlik iching va yengilroq kiyim kiying. Nega? Biz buni o'sha axborotdan olib, ya'ni axborot informationdan olib biz bilimga qandaydir bilim yaratdik va bilimga ega bo'ldik. Mana bizda shu 3 ta bosqichdan iborat hozirgi nima desak bo'ladi. Va mana shu 3 ta bosqichda kimni roli qanday bo'ladi? O'zi aslida eng yaxshi holatda qanday bo'lishi kerak? Data bilan data engineer shug'ullanishi kerak. Nima qilish kerak u? Data engineer ma'lumotlarni kerakli joylardan olib va kerakli joyga yig'ib beradigan pipeline deydi, ya'ni o'sha tizimlar yaratish kerak bo'ladi. U ma'lumotlar biz keyin 100% ishona olishimiz kerak. U shunday qilganki, ma'lumotlarni kerakli joylardan olib keladi va Feruzbek tasdiqlaydilar. Hech qachon ma'lumot bitta joyda turmaydi. Bizda kompaniyada siz ham tasdiqlaysiz, mana har xil joyda, ERP'sida yoki yana boshqa CRM'da boshqa turadi va har xil joylarda turadi. O'shalarni yig'adi, kerakli ishlovlar beradi ma'lumotlarga va uni kirlikdan tozalaydi, qandaydir bizga kerakli joylari bo'lsa va bizga bitta chiroyli ko'rinishga olib kelib beradi. Data engineer vazifasi shu yerda to'xtaydi, ya'ni to'xtaydi deganda shu jarayonga javob berish kerak. Ma'lumot kiradi, toza bo'lib, ya'ni olib kelishga javob berish kerak. Ya'ni bu ham bo'linib ketishi mumkin. Data engineer ichida data quality engineer, ya'ni o'sha sifatiga javob beruvchi injener va hokazo. Xo'p, endi keyingi axborotga kim javob beradi deganda, mana shu yerda bizda data analitik kerak bo'ladi. Ya'ni data analitik nima qiladi? Bizda o'sha ma'lumotni oladi, tayyor bo'lgan, ishonchlik ya'ni ma'lumot ishonchliligi 100% saqlangan ma'lumotlarni olib turib, o'shalarga asoslanib bizga axborot beradi. Ya'ni qandaydir biz ko'rmayotgan joylarni umumlashtirib chiqarib beradi. Ya'ni ma'lumotni biz o'sha jadvallarda saqlansa yoki qandaydir holat saqlansa, u odam hech narsaga ega bo'la olmaydi. Undan hech narsa tushunmaydi. Data analitikning vazifasi xuddi shu, ya'ni shu ma'lumotlarni olib turib,
axborot berish qandaydir ma'no. Masalan, o'sha aytib o'tganimizdek, oddiy hayotiy misol, bugun harorat shunaqa bo'ladi yoki bo'lmasa o'tgan oyga nisbatan bu oygi savdoyimiz mana bunchaga ortdi yoki bo'lmasa xarajatimiz qandaydir tarafda xarajatimiz shunchaga ortdi yoki kamaydi va hokazo. Va oxirgi etapda bo'lmasa kim javob beradi deganda, eng yaxshi o'zi javob beruvchi odam bu yerda decision maker, ya'ni qaror qabul qiluvchi bo'ladi. Ya'ni Feruz aka aytganlaridek, data analitik bizga axborot beradi, shu axborotga asoslanib endi qaror qabul qiluvchilar kompaniyada, ya'ni o'sha qaror qabul qilishga mas'ul bo'lgan shaxslar shu axborotlardan foydalanib qandaydir qarorlar, strategik qarorlar qabul qiladi yoki bizga o'sha yo'nalish, kompaniyaning yo'nalishini belgilab beradi. Shunday deb ko'rsak bo'ladi, ya'ni data analitikdan bu yerda vazifasini. Ya'ni lekin aytib o'tganimizdek, bu kompaniyaga bog'liq. Kompaniya lekin hali o'zi data analitik deb turib boshqa data engineerda ham, data quality engineerda ham ba'zi holatlarda data scientist ham qo'shib yuborayotgan bo'lishligi mumkin o'sha nimaga, ya'ni bitta vakansiyaga. Bizda ayniqsa ham qo'shib yuborayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Full stack so'raydi. Shunday. Chunki bularda shunaqa tushuncha bor. Masalan, 3 ta xodim ishlatgandan ko'ra bitta xodim ishlatgani ma'qul deb o'ylaydi. Sohang bir-biriga yaqin-ku deydi. Masalan, oldin eslaringda bo'lsa, dasturchimisan desak, full stackmisiz derdi. Endi hozir unaqa tushuncha yo'q, baribir hamon o'zining sohasi bor. Front o'zini ishini qilyapti, backend o'zini ishini qilyapti. Lekin kelajakda baribir har bir soha vakili o'zini ishini qiladi. Masalan, data sohasi bo'yicha ham hozirgi ayrim bir kompaniyalar o'sha yo'nalishni tanlab oldi. Haqiqatan data engineering o'zini ishini qilyapti, data analitik o'zini ishini qilyapti, masalan biznes analitik o'zini ishini qilyapti. O'sha ularda tushuncha bor, ya'ni nimaiki, shu biz kompaniyani rivojlantirish uchun har bir soha o'zini ishini qilgani va mutaxassislik bo'yicha strategik qarorlar qabul qilgani yaxshi. Bir soha egasiga beradigan bo'lsak, Sultonbek aytdilar, baribir bitta odamga og'irlik qiladi. Mayli u yaxshi mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar, kimdir ma'lumot yaxshi yig'ib bilar. O'sha bilimdan foydalangan holda yoki kimdir o'sha injiniring sifatida ma'lumotni tizimlashtirib bilar. Lekin qaror qabul qila olmaydi. Masalan, manda har doim ikkinchi bo'lganim uchun men data engineering bo'lganman. Ya'ni shu vazifada ishlaganman deb tasavvur qilaman. Ya'ni ma'lumotlarni shakllantirib berish uchun tizim yaratganman, tizimlashtirganman, integratsiyalar qilganman, ya'ni ma'lumotlar bir joyda yig'ganman. Keyinchalik report, ya'ni отчет vazifasida ma'lumotlarni olib berganman, lekin uni bilmaganman nimaligini, his qilmaganman. Hozir aynan shu soha bo'yicha o'qitishyapti. Kelajakda qaror qabul qiluvchilar degan yana bir yo'nalish qo'shilsa kerak menimcha, chunki shunga yetib kelyapmiz. Ya'ni engineering o'zini ishini qiladi, analitik o'zini ishini qiladi va qaror qabul qiluvchi maxsus shaxslar bo'ladi. Ular grafikalardan, sonlardan o'qib o'sha kompaniyani ma'lum bir strategiyasini ko'rsatib beruvchi shaxslar bo'ladi. Ular lekin aytib o'tganingizdek, uzr gapingiz bo'ldi, siz bundan oldin aytib o'tdingiz, ya'ni baribir qaror qabul qiluvchi o'sha kompaniyada qanchadir miqdor ishlagan bo'lishi, o'sha kompaniyani ichidan bilish kerakda va unga bu yordam bo'ladi. Data analitika chiqarib bergan ko'rsatkichlar, raqamlar bunga xuddi shu qilib yurgan ishini yana ham sifatliroq qilishga. Ya'ni to'g'ri, balki decision maker degan kasb ham bo'lar, lekin baribir o'ylaymanki, o'sha kompaniyani o'zidan chiqadi bu nimalar deb ko'proq hisoblayman. Ya'ni o'zi juda kompleks. Mana Alikam o'zlari aytib o'tgandek, Najot ta'limni boshida o'qituvchi bo'lib ishni boshlaganlar, keyin boshqalar, keyin mana hozir o'sha rahbari bo'lib, CEOsi bo'lib ishni davom ettiryaptilar va bu nima degani? Ya'ni kompaniyani baribir ichidan kelib chiqqan odamlar qaror qabul qilishga ko'proq moyilligi bo'ladi va ular qabul qilishi to'g'riroq bo'ladi. Chetdan kirganda, chunki bu hamma nimalarni bilmaydi. Qaysi nimalardan o'tgan, kompaniya qaysi bosqichlardan o'tgan, nimalarni ko'rgan, qanday tarafda kuchli taraflari, qaysi tarafda kuchsiz taraflari bor. Shularni nimasi bor. O'shaning uchun baribir pastdan chiqadi-da, keyin oxiri decision maker. Bu albatta yaxshi, gapingizni bo'ldim. Nimaga? Chunki kompaniyaning negizini, kompaniyani qadriyatini bilgan shaxs, mutaxassis bu kompaniyaga katta jonini bera oladi-da. Ya'ni o'zinikidek qabul qiladi. Lekin baribir bir narsani tan olish kerak. Mana shu sohada necha yildan beri yuribmiz. Ayniqsa o'sha bizning davlatda deylik, balki boshqa davlatda ham bordir. Ko'proq bu sohalarga, ya'ni o'sha top sohalarida,
ya'ni shu kompaniyani muhim strategik qarorlar qabul qiluvchi sohalarda chetdan odamni olib kelib qo'yishyapti. Mana biz hozir bu yerda o'tirib shu sohani mutaxassisi, masalan shu qora ko'zlarimiz qilsin deyapmiz, masalan bir soha, bir kompaniyada bir 20 yildan beri yoki 10 yildan beri ishlayotgan mutaxassis top menejerga chiqib u qaror qabul qilgani qanayu, lekin chetdan Rossiyadan yoki Ukrainadan yoki Yevropadan olib kelib shunday qolib qo'ygani qanaqa. Yaxshi, bir jihatdan balki u bilim berar bizga, boshqa jihatdan foydasi tegar, lekin ichki tizimga kelib qaraganda u hissiyotni bilmaydi, kompaniyani hissiyotini bilmaydi, qadriyatini bilmaydi. U ko'p biz pand yeganmiz shundan, biz har doim aytardik, nimaga kompaniyani o'zidan xodim olib rahbariyat darajasiga chiqarmaysizlar? Chunki u biladi-ku. Masalan, o'sha balki shu yoshligidan o'zini mehnatini shu bankka bag'ishlagandir, shu kompaniyaga sarf qilayotgandir. Nahot tashqaridan odam olib kelguncha shu kompaniya ichida shu qanaqadir suhbat o'tkazib shuni rahbariyat darajasiga olib chiqadi. U har jihatdan men o'ylaymanki foydasi tegadi, lekin ziyoni tegmaydi. Shuning uchun ham har doim aytamanki, muhim qaror qabul qiluvchi sohalarda har qalay shu sohani mutaxassisi bo'lgan, shu sohani ichida yurgan, yaxshi bilgan, qadriyatni tushungan mutaxassisi qolib qo'ysa biladi. Chunki programmist bilan gaplashib, IT sohasi oladigan bo'lsak, programmist qanaqaligini biladi, u bilan munosabatni biladi, ma'lumotni qayerdan shakllanadi, tizim qanaqa shakllangan, 2dan 2gacha biladi, hammasini biladi. U bilgandan keyin u uchun u ma'lumotlar unga bir oynadek gapda. U bemalol masalan xohlagan strategiyani qabul qilib olishi mumkin. Mani tarafdorim shu, masalan, shu sohani bilgan odam o'zi nimada management kitoblarida bu haqida bahslar ketadi. O'sha Good to Great'da ham mashhur kitob. O'shanda ham nima qilingan, kompaniyadan o'sib chiqqan odamni yaxshiroq boshqaradi degan nima bor, tasdiqlangan. Lekin bitta tomoni bor, yaxshi xodim har doim yaxshi rahbar bo'ladi degan emas. Bu tomoni ham bor. U narsa o'sha kengash tomonidan, o'sha yuqori menejment tomonidan kim tayinlansa ham juda sifatli ajratib olinib, keyin qo'yilishi kerak bo'ladi. Shunaqa katta san'atligi bilan. To'g'ri, chunki o'sha baribir rahbarda o'ziga yarasha ko'nikmalari bo'lishi, ham bilimlari bo'lishi bir tarafdan, mayli u kompaniyani yaxshi bilar, qadriyatlarini yaxshi bilar, lekin boshqaruv bilimini biladimi? Ya'ni menejment o'sha bizlarni alohida business administration o'qiladi, o'sha qanday nima qilish kerak. U business administrationlarda ham o'sha o'rgatiladi. Ya'ni ayollarga e'tibor berishga, moliyaga qanaqa e'tibor berishga. Moliyani chuqur o'rgatmaydi, lekin o'sha ko'rsatkichlarni ajrata oladigan nimalar o'rgatadi. Moliyani, marketingni, ya'ni har bitta o'sha kompaniyani bo'laklarini tushuna oladi va o'shanga bunga kerakli ma'lumotlar berilsa, o'shanga qarab qarorlar qabul qila oladigan darajaga chiqadi. Nima, menda yana bitta umumiy savol, o'zi soha, mana shu sohalar ML bo'lsa, data science, data analytica, nimaga o'sha oxirgi paytlarda keskin birdaniga ko'zga tashlanib qolyapti va katta talab bo'lyapti? Shu men qiziqtiradigan savol. Tagi nimaga borib taqaladi buni? Xo'p, hozirgi kunda bu sohaga talab kattaligi, raqobat kuchli, keyin kompaniyalar уже ko'pchilik kompaniyalar tizimlashib bo'ldi, ularda уже ma'lumot paydo bo'ldi. Endi ular raqobat qilish uchun ularni oldida xarita kerak. Endi u narsani bilish uchun haqiqatdan mutaxassis kerak bo'ladi. Mana boya aytyapmiz, ma'lumotlar bilan hamma ham ishlolmaydi. Ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalari kerak edi. Endi shu narsani, ko'nikmani egallagan mutaxassisni sohaga chaqirish uchun, demak, bizga shu qanaqadir yo'nalish paydo bo'lib qoldi. Bu shu Yevropada, masalan, Amerikada rivojlangan. Azalda, masalan, necha yil bo'ldi? 15 yildan beri. Lekin baribir nimada men xorij LinkedInda ko'rmas edim nimagadir, yo e'tibor bermaganman. Oldin nima bo'larmidi? Bo'lardi. Masalan, men ham e'tibor berganman, Amerikada tanishlarim bor. Ularda shu data analitika, data engineering bo'lardi. Lekin o'sha keyingi mana sun'iy intellekt rivojlanayotgan bir davrda bu ham qanaqadir o'sha o'syapti-da. Keskin o'syapti. Uje mana kompaniyalar, tadbirkorlar bildiki, tezroq natijaga erishmasa, qarorlarni tezroq qabul qilmasa, baribir kech qoladigan bo'lsa, qaysidir jihatdan yutqizadi. Shuning uchun shu bu soha egalari, ya'ni bu soha egalari shu narsani qiladi degan tendensiya bor.
agar shu soha egalari bilan biz shu darajaga chiqadigan bo'lsak, balki qanaqadir natijaga erishamizmi degan fikr bo'ladida. Shu jihatdan o'sha soha egalariga talab kuchayib ketdi. Masalan, hozir data analitiklar, data injenerlar, data MLlar bular ma'lumotlar bilan ishlab kompaniyani holatini xaritaga chiqarib berib, ma'lum darajaga olib chiqib, o'qiydigan darajaga olib chiqqandan keyin rahbarlar bilyaptiki, demak biz ham bitta xatolarimiz bor. Tez deylikda qanaqadir natijaga chiqaylik degan уже ko'pchilik shunaqa narsa borda. Mana masalan, meni o'zim tanishlarim oldin e'tibor bermagan ekan shu narsaga. Ma'lumotlar shakllangan, hamma narsa joyida ketyapti, lekin qiziqish oldingida emas. Masalan, qo'yur, menimcha tiksang yaxshi bo'lib ketadi yoki nima qilamiz. Ya'ni kompaniyani ma'lum bir o'sha sonlarga qarab emas yoki bir отчёtlarga qarab emas, hissiyotga qarab turib qarorlar qabul qilganda, endi bilishdiki, yo'q, hozir rivojlanayotgan zamonda baribir ma'lumotga qarab qarorlar qabul qilishimiz kerak ekan degan ma'noda. Shuning uchun bu sohani egalariga talablar kuchayib ketyapti, borgan sari kuchayapti. O'zi nimada ham biznesda ham nima qiladi, ko'p kastef qiladi, kastef qilib o'rganadi, o'sha marketingga ko'proq pul tikib borib, masalan o'zimizning holatdan misol olsa, masalan kimdir Xorazmga kirib bormoqchi bo'lsa, borib o'sha Xorazm aholisi bilan gaplashadi, suhbat qiladi, anonim tarzda, keyin xulosa qiladi. Qaysi kanaldan qilishsa ko'proq foyda keltiradi. Har xil o'sha psixologik tomonlama odamlar o'zini qanaqa tutadi, odamlar o'z kayfiyati qanaqa u yerda, to'lov qobiliyati qanaqa, aytaylik o'sha biznesga nisbatan nimasi qanaqa. Va haligi Xorazmda adashmasam Yandex bir marta kirib qaytib chiqib ketdi-da. Kirib chiqdi va hozir Korzinka yo'q u yerda. Korzinka yo'q. Endi kirib kelishadi, adashmasam Korzinka endi kirib kelyapti. Biz ham filial ochganimizda qiynaldik. O'sha baribir kastefli muhim. Ya'ni bu kastefdan tashqari aytganingizdek o'sha big datani olib tahlil qilib, keyin biznes kiradigan bo'lsa, ancha osonroq kirishib ketishi mumkin. To'g'ri. Ya'ni o'sha aytib o'tgan yana bitta sabablaridan biri nega o'sha data analitikaga hozir talab juda ham ko'payib ketdi. 3V degan narsa bor, ya'ni 3 ta V degani, ya'ni o'sha volume, variety and velocity degan tushuncha bor. Ya'ni bu nima degani? Hajm, tur va oxirgisi tezlik. Ya'ni ma'lumotni bizda birinchi o'rinda hajmi kattalashib ketdi. Juda ham ko'p ma'lumot ishlab chiqarilyapti. Hozir mana hamma joyda ma'lumot ishlab chiqarilib, u ushlab qolinyapti va oddiy misol IoT degan nimalar bor bizda, Internet of Things. Ya'ni har bitta qurilmadan ham datchiklar qo'yib, uni ham nazorat qilinadi. Masalan, Artel'da ham MES tizimi o'rnatilgan. U nima qiladi? O'sha ishlayotgan uskunalarga o'rnatilgan, ularni analiz qilib turadi. Qaysi vaqtda qanaqa nima defekt chiqarib yuboryapti, qancha foizda o'shalarni, ya'ni shular ham hattoki ma'lumot chiqarib turadi va uni endi analiz qilish kerak. Xo'p, ikkinchisi turi desak, ma'lumot turi juda ham ko'payib ketdi. O'sha nimada oldin masalan faqatgina bizga nima jadvalda yetardi. Masalan, bitta jadvalga o'sha jadval ko'rinishida saqlab olardik. Hozir unaqa emas. Hozir big data nega kirdi? O'sha kliklar, hattoki o'sha siz Instagramda har bitta bosgan joyingiz yoki qaysidir postingiz uni jadval ko'rinishida saqlay olmaysiz. Ya'ni endi unda boshqa turda saqlashingiz kerak bo'ladi. Va ma'lumot kattalashgan sari endi uni saqlash tizimlari, fayllar o'zgarishga boshlaydi. Oddiy CSV fayllar emas, o'sha bizda boshqa Parquet yoki boshqa Avro degan o'sha, ya'ni o'sha nimalar fayllarni to'g'ri saqlab, hajmini kichkina qilib saqlab beradigan. Uchinchisidan tezlik. Bir tezlik bu yerda ikkita ma'noni bildiradi. Tezlik ya'ni ma'lumotni ishlab chiqarish tezligi, ya'ni juda tez vaqtda ko'p ma'lumot ishlab chiqariladi. Ikkinchisi ma'lumotni dan foyda olish tezligi. Ya'ni siz o'sha ma'lumot sizda bor, lekin tezroq o'shandan foyda olib turib, uni qandaydir sizni biznesingizga ishlatmasangiz, u qolib ketib qoladi. Ya'ni kimdir sizdan oldin qilib qo'yadi o'sha narsani. O'shaning uchun real time analysislar chiqib ketdi. Ya'ni hozirgi vaqtda analiz qilish. Ya'ni oldin faqatgina bizda nima bo'ladi? O'sha warehouse-ga tushadi, omborxonasiga, o'sha yerdan olib отчёtlar tayinlanadi. Hozir shunaqa nimaki, joyida nimadir o'zgaryapti, o'sha srazu отчёtda ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni bizni hisobotlarimizda birdan o'shalar ko'rinishni boshlaydi. O'sha ya'ni 3 ta V bizda ya'ni ma'lumot data analitikaga bo'lgan talabni yana ham rivojlanib ketishiga asosiy turtkilardan biri, ya'ni o'sha yonilg'ilardan biri deb aytsak ham bo'ladi. Bu yerda nima sabab yo'qmi? Haligi
cloud sistemalar rivojlanishi data analitikaga bog'liqligi yo'qmi? U cloud texnologiyalar rivojlanishi data analitika rivojlanishidan kelib chiqqan, ya'ni bir-biriga bog'liq desak ham bo'ladi. Hali sinergiyada bu rivojlanadi, u rivojlanadi, keyin u rivojlanganligi uchun bu ham tezroq rivojlanib ketadi. Bir-birini ya'ni sinergiya bo'lib bir-birini to'ldirib ketadi. Ma'lumot ko'tarishgandan keyin saqlaydigan Cloud rivojlanyapti, keyin kiberxavfsizlik rivojlanadi, uni himoyasi uchun. Ya'ni cloud nega rivojlangan o'zi? Chunki mana hozir cloud bizga hozir bitta qandaydir ish qilaman desangiz, o'zingizga kerak bo'lgan miqdorda qandaydir o'sha cloud sizga beradigan masalan CPU mi, storage mi olasizda, o'shani ishlatasiz, o'shanga pul to'laysiz. Alohida sotib olib borib olib kelib, keyin u valiki sizda turadi, hech kim ishlatmaydi emas. Ya'ni talab bo'lgan paytda ishlatasiz. Ya'ni on demand deyiladi. Ya'ni siz talab bo'lganda olasiz, ishlatasiz. Kerak bo'lmagan yana o'chirib qo'yasiz va bizga bu juda ham ko'p imkoniyatlarni beradi. Ya'ni cloud texnologiyalar, AWS bo'ladimi, Google bo'ladimi, Microsoft bo'ladimi, o'sha Azure bo'ladimi? Ular ham foyda ko'radi. Nega? Chunki ular o'sha bizga sentrlarini ularniki ham to'xtamasdan ishlab turadi. Xuddi mana Yandexda modeliga ham biroz o'xshaydi. Yandex ham nima qilgan? O'sha haydovchilarni tezda topib berib turadi haydovchilarga, to'g'rimi? Nimalarni. Xuddi shu cloud ham xuddi shunday. Ishchisi ham cloud ishlatadigan odam ham tez bo'ladi, top chiqib turaveradi. O'shaning uchun u ham zarar ko'rmaydi. Biz ham bu yerda ko'proq foyda ko'ramiz. O'sha cloudlarning foydalaridan biri, ya'ni bir-birini to'ldirgan, bir-birini rivojlanishiga sabab bo'lgan. Datani ko'payishi cloudniki bunga. AWS ya'ni o'zida kelib chiqqanda, mana Amazon o'zida ma'lumot ko'payib ketganligi uchun birinchi o'ziga tuzgan o'zi sentrlarni. Keyin aytganki, nega o'sha o'zim ishlatmayotgan paytimda kimgadir rent qilishga, kimgadir o'sha arendaga olishga bermay deb. Keyin qilganda qarasa yaxshilab, keyin u asosiy bizneslardan biriga ham aylanib qoladi. Katta nimasi bo'lib ketdi, ya'ni imkoniyat ko'rib qoldi. Hozir oldin o'zi Amazon birinchi kitob magazini bo'lib, keyin o'sha hamma narsani sotadigan bo'lsa, hozir endi u o'sha texnologiya gigantlaridan biri, ya'ni AWS eng katta qismni egallaydi. Cloudda eng katta AWS, keyin Azure, keyin Google, keyin boshqalar. Ular даже nimada backend alohida qism qilib o'rgatiladi. AWS, Azure shunaqa bir xil emas. Bir jihatdan biz O'zbekistonda masalan anaqa cloud tizimlari ham yo'q-da, data sentrlarimiz ham yo'q. Shunaqa. Masalan, shu to'g'ri providerlarimiz bor, hostlarimiz bor, lekin bu biz talabga javob bermaydi. Siyosat nuqtai nazaridan. Shuning uchun ko'proq tadbiq o'sha chet el cloudlariga bo'lgani uchun ham ular rivojlanishi ham tez bo'lib ketyapti-da. Masalan, ma'lumot ko'payapti, ular ma'lumotni o'sha hadisga qilib beryapti, pulga qilyapti, ham u foyda ko'radi, ham biz ishimiz tez rivojlanyapti. Ya'ni bir jihatdan funksional jihatdan ham ko'proqda. Masalan, shu cloud serverlarida biznikiga nisbatan imkoniyat juda ham katta. Ya'ni siz xohlagan imkoniyatni ular bera oladi. Shuning uchun ham bu jihatdan rivojlanishi ham ularda tezroq. O'zi nima uchun bizneslar cloudga o'tyapti? Xo'p, cloudni birinchi saqlasa bo'lmaydi. Qarang, uni maintenance borda, ya'ni uni ushlab turishi bor cloudni. Ya'ni siz unga masalan cloudlar o'sha ChatGPTlar yaqinda nima qilib e'lon qilingan, qancha sovib ketadi o'shani sovutib turishga deb nima qilingan. Endi bundan tashqari uni xavfsizligi. Kimdir masalan siz o'zingiz saqlayapsiz-da, kimdir xodimingiz masalan shu parolini vaqtida almashtirmaganligini hisobiga kimdir bilib qolib, kirib siz sistemangizdan kerak ma'lumot yo'qki, kirib o'sha shuncha yil to'plagan jadvallaringiz o'chirib chiqib ketishi mumkin. Hamma o'sha nimalaringiz o'chirib chiqadi, ma'lumotlar ba'zisi bo'sh bo'lib yoki qulflab qo'yadi, sizdan qandaydir pul so'raydi. O'sha xavfsizlik tarafdan javob bera olmaydi. Ikkinchidan qimmat. Chunki uni qilib turishga, keyin uchinchidan downtime deyiladi. Ya'ni o'chib qolsa sizga qanchalik zarar bo'ladi? Sizda bitta svet o'chib qoldi yoki nimadir o'chib qoldi, bo'ldi, tugadi. Shu bilan qancha ma'lumot yo'qotasiz, qancha biznesingiz to'xtab qoladi. Oddiy misollar, Telegram 1 minut ishlamay qolsa qancha shov-shuv bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa, ya'ni cloudning foydalaridan biri, birinchidan xohlagan ishlatganingizga pul to'laysiz. Eng nimalardan biri shu, uni asosiy kalit joylaridan biri ishlatganingizga pul to'laysiz. O'zingiz sotib olsangiz, farqi yo'q. Birinchi katta investitsiya kiritib qo'yasizda, o'sha serverlaringizga, sentrlaringizga o'sha katta kapital investment bo'ladi. Bu kapital politika va shuncha pul u bilan qolib ketadi o'shalar. Keyin buni ishlatasizmi, yo'qmi, qancha qismi o'chib turadi, boshqa. Unda ishlatganingizga pul to'laysiz. Ikkinchidan o'sha o'chmasligiga javob beradi. Ularda bitta joyda bo'lmaydi data sentrlari. Sizda o'sha bitta regionda va boshqa regionda o'zingiz tanlasiz bo'ladi yoki bitta davlatda va boshqa davlatda regionda. Ya'ni bitta joydagi tushib qolsa ham keyingi joydagi ishlab turadi. U degani sizni veb-saytingiz bo'ladimi, qandaydir mobil ilovangiz bo'ladimi, to'xtamasdan 100% ishlaydi degani. Ham u yerlarda nimalar bor? Auto scale degan nimalar. Masalan, foydalanuvchilar soni ko'payib ketyaptimi?
shunday qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, ko'targanda ko'tarib berib turadi, ko'payib turadi sizda. Yana ish pasayganda yana joyi tushib, yana sizga kamroq pul. Ya'ni bu yerda ham o'sha ishlatganingizga pul to'laysiz. O'zingizda bo'lganda tasavvur qiling, qanaqadir bayram bo'ldi, juda ko'p user kirib ketdi, bitta o'chadan bizda nima bo'ladi? Jim shunaqa bitta nima beradi yoki va qatib qoladi nimasi sistema hech kim kira olmay qoladi. Lekin o'sha serverlar javob bera olmaydi. Chunki nimani yukni ko'tara olmaydi o'sha. Cloud nima qiladi? O'sha paytda sizni qo'shimcha, chunki Amazon xohlagancha ishlatsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha joylar nimalarini aytingizda auto scale yo'q, ya'ni o'zi ko'tarilish quvvatini yoqadi va bu userlar ham bemalol hech qanday nimasiz bo'ladi. Ya'ni eng foyda taraflardan biri shu cloud. Yana bir jihati bor. Cloud tizimdan foydalangan yaxshi, lekin mana siyosiy nuqtai nazardan davlat tashkilotlari hammasini majburiy tarzda O'zbekiston hududi provayderdan foydalansin deydi. O'zbekistonda ikkita katta data center bor. Bittasi o'sha O'zbek Telekom bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Inhada. O'zbek Telekomdagiga u harbiy data center hisoblanadi. U juda katta data center. Hozirgi mana to'lov tizimlari, bank tizimlari hammasini data centerlari o'sha yerda joylashgan. Colocation xizmati sifatida foydalaniladi. Siz katta pulga server olib kelib qo'yasiz. Bu yerda hammasi cloudga o'xshagan xavfsizlik ta'minlangan. Lekin shu no tarafi bor. Har doim bizda internet chegarasi, potoklarning chegarasi, portlarning chegarasi bo'ladi. Ya'ni ma'lumot filtrlanadi. DLP dan filtrlanadi. Nimaga xavfsizlik jihatdan bizga o'ta muhim. Shuning uchun ham ikkiga bo'lingan har doim O'zbekistonda. Ya'ni xohlagan odam, biznes chasti odam clouddan foydalansin. Lekin davlatga tegishli barcha serverlar bu o'zimizni provayderda tursin. Masalan, men biznes chasti yuradigan bo'lsam, biznes tadbirkor bo'ladigan bo'lsam, men bemalol xohlasam cloud qilib ishlatishim mumkin, xohlasam o'sha serverga colocation ishlatishim mumkin. Ya'ni bu o'zimdan kelib chiqadigan narsa. Lekin частный sektor har doim bu Sultonbek aytganlaridek juda полезный anaqaga qarashadi. Ya'ni o'sha cloud biz uchun bu xavfsiz, birinchidan tezligi yuqori, boshqa imkoniyatlari bor. O'zbekistonda har doim cheklangan. Shunga qarab turib ham tanlov o'zimizda. Masalan, qaysi birini tanlasak ham, ishlab ketaversak ham bo'ladi. Lekin baribir menimcha O'zbekistonda baribir chegaralar bor. Menimcha masalan, personalniy ma'lumotlarni baribir nimada qonun bo'yicha o'zi aslida saqlay olmaysiz. Masalan, men sizni qandaydir mobil ilovangizni ishlatyapman va u yerga o'zimning shaxsiy ma'lumotlarimni kiritamanmi, demak siz O'zbekistondan chiqib ketmasligi kerak degan adashmasam shunaqa qonunlar bor. Lekin juda kamchilik rioya qiladi, chunki buni iloji yo'q. O'zbekistonda cloudlarni saqlayman desangiz, aytib o'tganimizdek o'sha kerakli talablarga javob bermaydi. Nega? Chunki bizda hali o'sha xususiy yaxshi nima provayderlar yo'q. Ya'ni har doim hamma narsa Najot ta'limga o'xshab, Najot ta'lim xususiy o'quv markazi va yaxshi darajada beradi. U hamma narsadan xususiy bo'lgandagina odamlarning o'zida nima bo'ladi, ya'ni drive bo'ladi o'sha ishini rivojlantirish uchun. Davlatnikida bo'lsa baribir ko'pchilik oyligini olib, ana yo'lni bir kunda bitirishdi-yu. Xususiy bitirdi deyishdi shuni. Mana подземный. Shunaqa uni taraflari borki, mana xususiylik degani uni javobgarligi bor-da, xususiymi? Agar yaxshi kompaniya bo'lsa, ya'ni ishonchli, u javob berishini o'ylab yaxshi bitiradi. Davlatlarda baribir ko'pincha o'sha ishdan ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Lekin baribir o'sha Feruzbek aytganlaridek, davlat men o'sha to'g'ri qiladi u narsani. Cloudga qo'yish noto'g'ri-da baribir o'sha davlat bo'lgani uchun ham o'sha nima chiqargan u ChatGPT API chiqargan. API xavfli narsa-da, u ana ChatGPT chiqarilgan APIsi juda xavfli narsa, data tarqalib ketib qoladi. Bizneslar hozir APIni ulab turib, masalan, callni tahlil qilyapti yo biznes ichida nima tahlil qilib bo'lsa, shunaqa servislar, startaplar chiqyapti. Masalan, APIni ulaydi, Bitrix'ga ulaydi-da, keyin sotuvchingiz masalan bir kunda 1000 ta qo'ng'iroq bo'lsa, hammasini tahlil qilib, kim nima qayerda xato qilganini aytib beradi. Shunaqa servislar chiqaryapti yoki asosiy ERPsiga yo LMS bo'lsa, LMSga ulab turib API orqali tahlil qilyapti. Endi bu nima bo'lyapti desa, bu datalar hammasi nima ChatGPT bazasida saqlanyapti bu narsa. Agar bu biznes bo'lsa, unda muammo yo'q. Ular masalan to'yinki konkurensiya qilmasa, u xavfli bo'lmasligi mumkin. Lekin agar buni davlat ulab olsa, davlat ichki sirlari u yoqqa chiqib ketib qoladi. Baribir davlat ahmoq emas, u narsani inobatini olib nima qiladi. Ya'ni xavfli narsa demoqchiman. Lekin bitta narsasi ham bor. Men shunga tushunmadim. Aslida hukumat darajasidagi barcha o'sha shaxsga tegishli ma'lumotlar, ya'ni o'zimizda saqlanishi kerak degan prezident qarori bor, ichki topshirig'i ham bo'lgan. Lekin shunday bo'lsa ham, bu bilmadim, ayrim bir rahbarlarning ongsizligimi, bilmadim qanaqa deb tushunishim kerak.
ma'lumotlar ko'pchiligi Telegramda va haqiqatdan o'sha sun'iy ravishda yaratilgan data centerda turibdi, u bilan ChatGPT integratsiya qilingan. Juda ichki ma'lumotlar ham o'sha yerda turibdi. Keyin biz borib o'rganganimizda nimaga sen bu ma'lumotni bu yerda saqlayapsan? ChatGPT degan narsa bu ma'lumotning olib chiqib ketadigan bu instrument hozir. Bu sen ma'lumot yozyapsan, o'ylayapsan javob beradi. Yo'q, bu sen ichingga o'rganadi, bu ma'lumotingga kiradi. O'zing ham o'qityapsan ma'lumotni. Shunaqamikin deydi. Ya'ni hali bizda o'sha ayrim rahbarlarda savodxonlik yo'q. Chunki men o'ylashimcha, bu siyosiy nuqtai nazardan qarorlar qabul qilingani bilan insonlar unga harakat qilmasa taqqoqlik bor. Lekin o'ylashimcha, baribir ichki ma'lumotlar, maxfiy ma'lumotlar o'zimizda turgani yaxshi. Yetarlicha darajada serverlarimiz, data centerlarimiz bor, ishlab turibdi. Lekin to'liq olib foydalanishmaydi. Masalan, hozir O'zbekistonda 70 dan ortiq bank bo'ladigan bo'lsa, 60 dan ortiq platejniy organizatsiya bo'ladigan bo'lsa, hammasini ma'lumotlari bazasi, data centeri, ikkita data centerda joylashgan. Hozir Inhada ham turibdi, masalan, o'sha yerda ham turibdi. Ishlab beryapti, muammosi yo'q. Lekin ayrim bir tashkilotlar hali ham o'sha shaxsga doir ma'lumotlarini chetda cloudga saqlab turibdi. Yaqinda bir chiqdi, yaqinda bir chiqmadi emas, men konkret bir fikr aytaman. 4 oy oldin bitta to'lov tizimiga DDoS bo'ldi. Butun boshli O'zbekistonga tegishli nomerlar chiqib ketib qolgan. Yangi ishlatilayotgan, kompaniyada ishlatilayotgan nomerlar chiqqanda va platejniy tizimga registratsion chastiga DDoS bo'lyapti. O'tirib tahlil qildim. Men o'yladimki, boshida bu nomerlarni generatsiya qilib beryaptimikin desam, yangi kodlar, Beeline yangi kodi, Ucell yangi kodi, UMS yangi kodi, Humon nimani, Humins. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu tizim O'zbekiston ichida bo'lmagan, o'sha qanaqadir cloudga saqlagan, bu ma'lumot chiqib ketib qolgan. Hech kim tan olmadi lekin. Isbotlab ham berdik. 6000 dan ortiq nomer chiqib ketib qolganda, men bilganim, aniqlaganim. Buni birov tan olmadi. Aslida O'zbekiston hududidan chiqayotgan hamma narsa DLP orqali tekshiriladi-da. Bitta nomer chiqib ketishi mumkin emas. Keyin o'shanga konferensiyaga ketyapmiz, shuncha tizim qilyapmiz. Nahot shaxsga doir ma'lumotlar bizda himoyalanmagan. Masalan, meni nomerim kimdir qo'liga tushib DDoS qilyapti. O'shanga hozir O'zbek Telekom bilan shunaqa integratsiya qilyapmiz. Ya'ni men pasportimga nomer oladigan bo'lsam, unikallik bo'ladi-da, finefilmga ulanadi-da, bo'ldi. Boshqa hech kim ishlata olmaydi. Bitta tizimga registratsiya qilaman, o'sha kartam mabod ulayman, meni tizimim, meni nomerim qayerda yurgan bo'lsa, nazoratda bo'ladi, lekin birov meni nomerim ola olmaydi, sразу menga SMS keladi. Seni nomeringni kimdir ishlatyapti. Bu yaxshi proyekt ketyapti, lekin juda hali qilinayotgan ishlar ko'p, chunki bitta kompaniya buni hal qila olmaydi. Qurish kerak. Da, o'sha O'zbek Telekom aralashyapti, Infocom aralashyapti, banklar aralashyapti, ATSlar aralashyapti. Ya'ni bu to'laqonli butun boshli tizim bo'ladigan narsa. Agar shunaqa bo'lsa, haqiqatdan o'sha shaxsga doir ma'lumotlar himoyalangan hisoblanadi. Ya'ni ma'lumotlar o'zimizda saqlanadi, boshqalar foydalana olmaydi. Ya'ni baribir o'sha har bir narsada trade off bo'ladi. Ya'ni yoki bundan yoki bundan qaysidandir voz kechish kerak bo'ladi. Masalan, ChatGPTdan butunlay voz kechaman desangiz, sizga juda ko'p foydalari tegadi. Lekin ma'lumot beraman desangiz, siz haqingizda hamma ma'lumotni bilib qoladi. Masalan, har narsa so'rashingiz mumkin, bo'lishi mumkinki, farzandingiz isitmasi chiqib qoldi, yozdingizda, farzandim isitmasi chiqyapti, nima qilishim kerak? U bo'ldi, u farzandingiz borligini bildi birinchidan. Ikkinchidan, yoshini aytgan bo'lasiz, yoshi mana bunaqa yoshli farzand. Yoshini bildi. Ikkinchidan, kasalligini bildi. Shu kasallik bilan kasallangan. Bular juda ham sensitiv ma'lumotlar hisoblanadi, ya'ni birovni kasalligi haqida yoki yoshi yoki ichki nima sirlarini bilish. Xo'p, ikkinchi tarafdan, lekin kimga doktorga borish uchun birinchidan vaqt kerak, chiqib borishingiz kerak. Qanaqa doktor bo'ladi, u to'g'ri analiz qo'yib bera oladi demak. Bu bitta misol va shunday misollarning juda ko'p. Uy vazifalaringiz, boshqa nimadir o'rganayotgan bo'lsangiz, ChatGPTdan so'rab, lekin saqingizda hamma ma'lumot yig'ib boradi. Endi o'shanda ikkalasining o'rtasida trade off bo'ladi. Qaysi biridandir, qaysi birini foydasi uchun voz kechishingiz kerak bo'ladi. Lekin baribir maslahatlar bo'ladi. Masalan,
qanday nima so'ramoqchi bo'lsa, o'zingiz hech qachon shaxsingizni aytmang. Masalan, yoshini ham iloji bo'lsa aytmang yoki bo'lmasa boshqa nima qilib ayting. Tasavvur qil, mana bunaqa 2 yoshli bola kasallik bilan kasallansa nima bo'ladi? Men biologiyadan nimadir o'rganyapti uni deb turib masalan, ChatGPTda uni saqlamaslik uchun. Keyin o'zingiz ismingizni hech qachon aytmang yoki masalan kimdir nimalar bo'lishi mumkinki, maslahat so'raydi qanaqadir. Mana ish bo'lyapti. Kimnidir tug'ilgan kuniga nimadir sovg'a qilishim kerak. Ismini yoki hamma ta'minlarni aytib qo'yadi. U odamni haqida, ya'ni siz haqingizda juda o'rtoqlaringiz bilmagan ma'lumotlarni biladigan bo'lib qoladi. Ya'ni siz haqingizda juda katta ma'lumot ega bo'lib qoladi va o'zidan so'rasangiz ham aytib beradi. Men haqimda nimalarni bilasan desa, sen Najot ta'limda o'qigansan. Najot ta'limda o'qiyotganingizda uy vazifalaringizdan yordam so'ragan bo'lsangiz, masalan. Najot ta'limda o'qiysan va mana data analitik kursini tugatgansan yoki boshqa 2 yoshli farzanding boshqa hamma narsani sizga aytib beradi. Bo'sha taraflarini har doim o'zingiz balans qilishingiz kerak. O'zingiz ishlatayotgan odam o'zida mas'uliyatni bo'yniga olib, bir tarafdan foydadan voz kecholmaysiz, ikkinchi tarafdan xavfsizlik. Undan ham voz kechmasligingiz kerak. Shu ikkalasini o'rtasini balans qilish kerak. Aytib o'tgandek, davlatniki baribir o'sha eng sensitiv ma'lumotlar bo'ladi. Davlat o'zi saqlashi kerak. Iloji boricha bermasligi kerak. Lekin bitta narsasi bor ekan, ChatGPTda masalan, men hech qachon ma'lumotni bermayman-da. Ma'lumotni 3-chi shaxs sifatida so'rashim mumkin, lekin hech qachon shaxsiy ma'lumotni bermayman. Bir kun qiziqib so'radim, mana bunda qanaqa informatsiyaga egasan desam, shunaqa ma'lumotlar chiqarib beryapti, men qo'rqib qoldim-da u bilan gaplashishga. Keyin bir jihatdan o'yladim, xo'p, men Google akkauntim bilan kiraman, balki unga zapros berib olganmikin deb o'yladim. Demak, bilishimcha bular birga ishlaydigan, hamkorlikda ishlaydigan tizimlar ekanda. Masalan, siz hech qachon ma'lumotingizni yashirgan taqdirda ham bu sizni nozik jihatingizni bilib turib o'ziga strafovka qilib olar ekanda. O'shanga har doim san so'rayman, ma'lumotimni tashqariga chiqarmaysan desam, politikasini beryapti. Lekin baribir ishonch yo'q-da. Men endi bilim olish jihatdan bu narsaga ko'z yumdim. Endi tavakkal qildim-da. Ya'ni menga hozir berayotgan bilimim bundan ko'ra muhimroq. Men siyosiy odam emasman, boshqa odam emasman. Menga ertaga ta'zib qilgan taqdirda ham yo'qotadigan narsam yo'q. Ta'zib qila olmaydi. Jihatdan deb o'yladim-da. Ko'proq men maqsadimni shu faqat bilim olishga qaratyapman hozir. Ya'ni o'qityapman, uni tarbiya menga bilim beryapti. Shu jihatdan nuqtai nazar ko'z yumganman. Lekin ayrim bir siyosiy odamlarni butun boshli ma'lumotni berib qo'yayotganiga men hayron qolaman. Ertaga masalan sun'iy intellekt, neurosistema, ya'ni inson omilida fikrlaydigan bo'lsa, sizga ta'zib qilishi mumkin-da. Har jihatdan ta'zib qilishi mumkin. Kafolati yo'q. Kafolati yo'q. Shu jihatdan men o'ylab qolaman, 10 yildan keyin nima bo'ladi? Qanaqa darajaga kelamiz? Baribir ular bitta narsani unutmaslik kerak, o'sha Google ham, Facebook ham cashni sotadi-da, u biznesi shu-da. Shunaqa. Uni GPT sotib olishi, menimcha unaqa biznes egalari sotib olyapti, даже hamma target yoqadi, boshqa bo'ladi. Google Ads yoqiladi. U cashlar sotiladi, u bemalol integratsiya qila oladi-da narsaga. Shuning uchun baribir o'sha bizga o'sha ChatGPT ham boshqa nima ham tekinga nima deb beryaptimi, demak uni orqasida qandaydir maqsadi bor, ya'ni ma'lumot yig'yapti. O'zida o'sha bepul versiyasidan foydalanyapman deb o'ylagan odamlarga ham baribir o'sha u haqida hech qachon savob uchun qo'ymaydi. ChatGPTga nima bo'lsa foyda bo'lsin deb. U faqatgina o'sha qandaydir orqasida maqsad bor va o'sha uchun sizga bepulga beradi. Yoki bo'lmasa o'zi qaysi davlatda hozir sun'iy intellekti bo'lsa, shu davlat ko'proq uni dominant bo'ladi-da. Xitoy shu uchun DeepSeekni chiqaryapti, boshqa bo'lyapti. Gemini shu uchun chiqdi, GPT shu uchun chiqdi. Qaysi davlat zo'r bo'lmoqchi bo'lsa, o'sha o'zini sun'iy intellekti bo'lish kerak-da o'zi. Xuddi anavi davlatlar o'zini yadro quroli bilan faxrlangandek, hozirgi davlatda sun'iy intellekt rivojlangan bo'lsa, qo'rqityapti-da hozir. Shu hozir masalan o'sha aytib o'tgan yadro qurollari hech kim maqtanolmaydi, chunki amaliyotda ishlata olmaydi, ishlatishga iloji yo'q. Ishlata oladigan narsa ma'lumot. Ma'lumot aytib o'tgandek, kimda ma'lumot ko'p bo'lsa, o'sha qudratga ega bo'ladi, qandaydir o'sha orqali muhim ishlarni qilish mumkin bo'ladi. O'zi ta'limda o'quvchilar, aytaylik, data analitikani o'rganmoqchi bo'lib turgan odamlar kursda o'qib turib GPTdan foydalanishiga qanaqa qaraysizlar? Masalan, men bunga ijobiy qarayman. Nimagaki, baribir siz xohlamagan tarzda ham bolalar qiladi bu narsani. Undan ko'ra biz ongli ravishda unga ularga tushuntiraylik. O'sha ChatGPTdan to'g'ri maqsadda foydalansin, to'g'ri prompt bersin va to'g'ri javob olsin. Bu narsani bitta men cheklaganim bilan uni uyda hech kim cheklolmaydi. Davlat qo'ysa cheklab bo'lmayapti. O'shanga
shu zamonga qarab yurdikda-yu, demak rivojlanish kerakmi? Sen shu narsani qilyapsanmi? O'sha narsani qilayotganini sezyaptimi? Sezayotganimni bilib, hop, sen to'g'ri ChatGPTga berding shu savolni, lekin noto'g'ri berding. ChatGPTda so'rashdan oldin unga sen bir anaqa sifatida rol ber, to'g'ri prompt ber, taskingni to'g'ri qo'y va undan to'g'ri javob olganda o'sha javobni o'zing tahlil qilib chiqqin. Chunki mana ChatGPTni berayotgan javobini mutaxassis odam tushunmasa, ham o'quvchi ham tushuna olmaydi. Ha, bu to'g'ri ekan deydi. Yaqinda bitta o'quvchim men bergan misolni ChatGPTda ishladida, men oddiy kod bilan yozsam, u murakkab kod bilan yozib berdi. Ha, u bilinadi. Keyin ChatGPT bilan ishlabsiz-a dedim. Ha dedi. U nima qilar ekan? Task olar ekan, tashlab yuborar ekan bu. Keyin yo'q dedim, mayli, men qarshi emasman. Lekin dedim, bu narsani deb ko'rsatib beruvdim. Haqiqatdan unga o'sha men xohlagan kodni yozib berdida, endi solishtiring dedim. Men ChatGPT yozib bergan kod bilan men yozib bergan kod farqi bormi? Ha, farqi bor. Men yozib bergan kod soddaroq, bola tushunarliroq, siz bilgan funksiyani yozib beryapman. ChatGPT qiyinroq yozib beradi, chunki siz holatingizni bilmaydi. Sizni kimligingizni bilmaydi. Shuning uchun unga to'g'ri prompt bering dedim. Yaxshi, bolalar hozir o'sha ChatGPT bilan hamkorlikda, ya'ni bu 3-yordamchi ustoz sifatida foydalanadimi? Bularga ancha qo'l kelyapti. Masalan, kunni ma'lum bir paytida 12-11 da men topa olmay qolishi mumkin, yordamchi ustoz topa olmay qolishi mumkin yoki internetdan kirib to'g'ri ma'lumot ola olmay qolishi mumkin. Shunaqa paytda sun'iy intellekt ularga yordamchi sifatida keladi. Bu yaxshi holat. Men o'ylashimcha, yaxshi holat. Ya'ni bitta vaziyat ham bo'lgan edi o'shani. Xuddi Feruzbek aytgandek, uy vazifa berilgan, lekin ChatGPT qilib keling, qarasam, ana uy vazifani shunaqa bergan ekanmanki, prompt shaklida yozilganda, chiroyli uyga vazifa yozilgan. Hali siz rolingiz bilan bunaqa tasavvur qiling, siz data analist bo'lib ishlayapsiz, shunda hamma narsani yozgan, bu zo'r prompt bo'lgan ChatGPTga berganlar. ChatGPTda qilib, baribir biz bilamiz, bitta ko'rishda, ya'ni ChatGPT bergan, chunki o'zi qilgan, chunki baribir nima o'rgatgansiz va u qanaqa qilyapti, undan bilib olasiz. Xo'p, ChatGPTdan ta'lim nimasida sifatida foydalanishga qarashim, ya'ni hech narsani to'g'ri o'sha taqiqlab bo'lmaydi va taqiqlash shart kerak ham emas. Hamma narsa tushuntirish bilan bo'lishi kerak. Chunki taqiqlasa inson qaytaga qiziqadi o'sha narsani qilishga, taqiqlangan narsani qilish. Xo'p, uyga vazifa qilayotganda, lekin mana talaba bitta mavzuni o'zlashtirdimi, ChatGPTdan foydalanmasa, o'zi bajarsin o'sha tushungan narsalarni. Keyin unda qandaydir savollar paydo bo'ladi. O'sha savollarini keyin ChatGPTga bersin. Ya'ni ChatGPTning chiqishdan bitta yomon taraflaridan biri nimaki, o'quvchilar fikrlashni cheklab qo'yadi. Odamlar fikrlamay qo'yadi. Hech narsani fikrlamaydi, shuni tashlaydi promptni, javobiga qarab keyin o'sha sal fikrlashi mumkin bo'ladi. Eng yomon taraf shu, ta'limga zarar yetkazayotgan tarafi. Lekin foydali taraf qilib ishlatsa bo'ladi buni, hamma narsani foydaga va zararga ishlatsa bo'lgandek. Ya'ni o'sha nimasi qanday, roadmap qanday, darsda o'tirdi, vazifa nimani, mavzuni o'zlashtirdi, uyga borib, uyga vazifa, ustoz bergan uyga vazifasini ChatGPTdan umuman foydalanmasdan, hech narsadan foydalanmasdan o'zi bajarsin, yuklab qo'ysin, keyin ChatGPTdan nima qilib so'rab boshqa qilsa. Ya'ni bu o'zi uchun foyda. Mayli boshqa talabalar shustriylik qilish mumkin, mana ChatGPTdan yozib keyin yuklasa. U o'zi uchun bilsa, ya'ni hozirdan shunaqa qilib yursa, keyinchalik ham hamma ishlari shunga qarab rivojlanadi. Ya'ni o'zida ko'nikma hosil bo'ladiki, o'rganayotganda baribir o'zi o'rgansinda, keyin ishida bemalol ishlatsa bo'ladi. Ish qilayotgan jarayonida ishini osonlashtirish uchun ChatGPTdan bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda hech qanday cheklov yo'q. Men nimada madrasada o'qiganman. Madrasada endi ancha oldin, bir 15 yilcha oldin bo'lsa, undan ham oldinroq. U payt unaqa internet, sun'iy intellekt tugul, internet uncha rivojlanmagan, telefonlar uncha rivojlanmagan payt. Mana birinchi yilda juda qiynalganman. Juda qiyin bo'lgan. Eng yomon baholar bilan tugatib boshqa bo'lib, birinchi yil juda mashaqqat bo'lgan. Lekin hech qanaqa device ishlatmasdan, telefon ishlatmasdan harakat qilganmiz. O'sha ustozlar harakat qilvergan deb turib, nima qilishgan, tanbeh berishgan. Device haligi internetni men hozir haligi GPTni devicega taqqoslayapman-da. U yerda siz prosta yozib turib lug'atni tarjimasini bilishingiz mumkin. Yoki menimchalik kitob bor, An-Naim degan. Uni ochib bitta nima qilib topishingiz mumkin.
Biz ikkinchi yo'lni tanlaganmiz. 1 yil qiynalgan, lekin qolgan yillarda juda oson bo'lgan. Bitta tomonda do'stlarim masalan kitobi bu yoqda tursa, asosiy kitob, bu tomonda lug'at turardi. Shu darajada borardiki, u bittada ochardi lug'atni. Bu yoqda kelmagan o'sha tushunmagan lug'ati keldi, u bittada ochadi. Bundoq qaraydi, bo'ldi, ketaveradi. Shunaqa. Haligi hozir o'rganayotgan odam agar bunga suyanib qolsa, bir necha yildan keyin уже tagini tushunmaydida, qiynalib qolaveradi. Masalan, aytib o'tganingizdek, annaymda ham o'sha so'zni o'zini o'qilishi bilan qilmaysiz, to'g'ri, masdari bilan topasiz, to'g'ri? Shu taraflarini qarab qilasiz, ya'ni o'sha tarafda tushunasizki, ha, demak bu masdari shu ekan deb tushunib. Xuddi shunday dars qilayotganingizda ham ChatGPTdan shuni so'rab qo'ysangiz, bilmay qolasiz o'sha masdari borligini, uni o'sha ichini tushunib turib, keyin o'shalarni qilganingizdan keyin o'zingizda tushuncha hosil bo'lib, miyangizda haqiqiy har doim o'quvchilarimga aytaman, biror narsa o'rganayotganda suratiga emas, ruhiga e'tibor beringlar. Ya'ni surati har doim o'sha bo'ladi, lekin mazmuni nima, uni o'sha orqadagi masdari tushunish kerak. O'sha narsani tushunishga e'tibor beringlar va o'sha uchun sizga ChatGPT emas, o'zingiz birinchi fikrlab qilganingizdan keyin mayli bemalol ChatGPTdan yana qo'shimcha aytib o'tganda uchinchi yordamchi ustoz sifatida foydalanasiz. Uyalib so'ra olmaydigan savollaringizni darsda ustozdan uyalib qoladi, shunga aslida bu ham noto'g'ri. So'rash kerak. Chunki biz 100%lik sharoit yaratib beramiz. Ya'ni muhit ham shunday. Ya'ni kimdir turib savol so'rasa ham hech kim kulmaydi. Naborot, xursand bo'ladi. Xuddi o'sha nima kimdir o'sha savol bera olmay turgan bo'lishi mumkin. Bu bergancha u xursand bo'lib. Hozir men bir narsadan anaqa bo'lyapman, xavotirga tushyapman. Men o'zim ham kompaniyaga xodim olaman-da endi. Vakant e'lon qilaman. Ikkinchi kerak bo'ldi bizga Pythondan. 4-5 ta topshirgan, rezyumesi zo'r. Keyin suhbatga chaqirdik. 2 ta qiz bola, 2 ta yigit bola. Qiz bola kela olmadi, onlayn suhbat qiladigan bo'ldik. Intervyuni o'zim o'tkazdim-da, keyin bolalarga zadacha berib ko'ringlar dedim. Men eshitib turaman dedim. Keyin eshitib turibman, bolalar zadacha beryapti. Korotka vопроslar, Pythonda o'sha funksiyalar bilan ishlash, boshqa. Yozib berish kerak edi. Keyin qiz yoza olmayapti. Lekin rezyumesi chiroyli yozilgan, proyektlar qilingan, boshqa 2-3 ta savol berdi, uchtalasiga ham javob bera olmadi. Keyin aytdim, singlim dedim, siz rezyumesi chiroyli ekan, suhbat qilganimda ham nazariyat yaxshi, lekin nimagadir kod yoza olmayapsiz dedim. Menda fintechda logikani bilish juda muhim dedim, sohani bilishim. Keyin o'tirdida kod yozish nima keragi bor dedi. Boshida tushunmadim dedim. Nimaga unaqa deyapsiz? ChatGPT bor-ku dedi. Keyin voy, siz nima bu proyektlarni ChatGPTda? Ha dedi, men dedi hammasini ChatGPT qilganman. Jim bo'lib qoldim. Men aytdim, shuncha o'ndan ortiq proyektlarni o'zida shuni berasiz, yozib tashlayapti dedi. Keyin bir-birimizga qarab bolalar bilan kuldik-da. Nima qilamiz dedik, men aytdim, bizga ChatGPT biladigan odam kerak emas. Prompt engineer ekansiz. Shunaqa. Keyin mayli singlim, rahmat, zo'r ekansiz, lekin dedim, menga dedim, o'zingiz fikringiz, qobiliyatingiz kerak dedim. Kod yozish texnologiyangiz kerak dedim. Ertaga dedim, hop ChatGPT ketdi dedim. Nimadir bo'ldi, server portlab ketdi. Nima qilasiz? O'tirasizmi, kutib dedim, kimdir dedim. Siz dedim, menga dedim, hech bo'lmaganda o'zingizni bilimingizni ko'rsatib bering dedim. Logikani biling dedim. Yozish texnologiya ketaveradi. Programmani dedim, mohiyatini bilmang, menga farqi yo'q dedim. Lekin dedim, meni sohamga kelganda finansiy soha qanaqa ishlaydi o'zi? O'sha ikkita logikani qo'shib chiqarib berish menga muhim. Kod yozish keyin ham o'rganasiz. Yo'q dedi, menga kerak emas dedi. Men ChatGPT bilan yozib olaman dedi. O'shanga hayron qoldim. Nimaga bu yoshlar bunaqa bo'lib ketyapti hozir? To'g'ri, ChatGPT bizga ishimizni oson qilib beryapti, lekin qo'pol qilayotgan haqiqatda ongsizlik darajasini kuchaytiryapti-da. Aytadi-yu, ChatGPT hozirgi programmistlar ongsiz qilib qo'yapti. Miyasini rivojlantirishga to'sqinlik qilyapti. Balki bu o'sha ayrim bir shaxslarning o'ylab topgan narsasidir. Masalan, o'zi aslida buni akademiklar yaratyapti. ChatGPTni, sun'iy intellektni olimlar yaratyapti. Lekin ishlatayotgan odamlar qanaqa odamlar? Masalan, men ham qo'rqib ishlataman, nimagaki fikrimga ta'sir qilmasin. Ertaga fikrlab, lekin charchagan paytni tashlayveraman. Lekin o'sha esimga qolmaydi. Endi men hozir 37 ga kirib turib shu narsani o'ylayotganimda, 18 yoshli bolalar bunga suyanib qolganda ertaga nima bo'ladi? Qanaqa holatda bo'ladi deb o'sha juda bir shu savollarga javob topa olmay yuribman-da. Bir jihatdan yaxshi, lekin ikkinchi jihatdan baribir ongsizlar kuchayib boradi. Ishsizlik kuchayadi. Shu jihatdan minus tomonlari ham inson kapitali rivojlanmaydi, oqibatda
eng haligi kerakli narsa o'zi shu bo'lib boraveradi, ya'ni inson kapitali bo'lib boraveradi. Odamlar muloqot ko'nikmasi, savol bera olish ko'nikmasi, odamlarga kirishuvchanlik ko'nikmasi. Hop, shu rivojlanmay qoladida, keyin ya'ni defitsit bo'lgandan keyin eng katta talab shunda bo'ladi va rivojlanmagan sababdan yana aytganingizdek ishsizlik boshqa narsalar kelib chiqaveradi. Shu haligi iqtisodiyot haqida kitob o'qiyotgandim. O'sha kitobda ham shu narsani aytgan. Ya'ni aytaylik, nimaga falon davlat, masalan, katta davlatlar aholisi juda boy yo falon odamlar juda ham boy deydi. Nima uchun ba'zi odamlar kambag'al deydi. Endi Alloh beradigan rizq, taqdir sabablari nuqtai nazaridan bu tomondagi odamlarda o'sha ko'nikmalar, ta'lim, ba'ziviy fundamental bilimlar yaxshi bo'lmaganligi sababidan ham bunga harakati kam bo'lganidan ham u borib to'siqlar chiqaversa oshib o'tolmaydi deydi. Ba'ziviy narsalar juda muhim hisoblanadi o'zi. Ya'ni qog'oz qalam beradigan bo'lsa, u nimadir yozib olishi muhimda odam. Xuddi shunday. Xo'p, o'zi yakunlasak ham bo'ladi. Yana menda bitta savol bor. Data science va data analitikani farqi qisqacha aytib bersak yaxshi bo'lardi. Keyin data science va ML ni farqini. Birinchisi analitika bilan farqi va undan keyin data science va ML farqi. Xo'p, data analitika bilan data science ni asosiy farqi, data analitiklar bu bizga aytib o'tganimizdek ya'ni axborot ko'rinishida olib kelib beradida, lekin u o'sha ko'proq bizda o'sha tahlil usullari ham bor. Tahlil usullaridan bizga kiradi tavsifiy tahlil, ya'ni tavsif beradi, bo'lib o'tgan ishlarga tavsif beradi. Data analitik shu bilan ko'proq shug'ullanadi, ya'ni bo'lib o'tgan ishlarni, qanday bizda nimadir hodisalar bo'lgan bo'lsa, o'shalarni bizga biznesga kelib ko'rsatib beradi. Ya'ni hikoya sifatida, chiroyli ko'rinishda tushunsa bo'ladi. Ya'ni umumlashtirib, kerakli nuqtalarini ko'rsatib beradi. Data scientist esa u ko'proq ikkinchi tahliliy usul, ya'ni tashxisiy tahlil usuli bilan shug'ullanadi. Bu nega bunday bo'ldi? Ya'ni narigi nima bo'ldi degan savolga javob bersa, bu nega bunday bo'ldi degan sababini izlanishga, ya'ni chuqurroq analiz, ya'ni statistik tahlillar, qandaydir chuqurroq modellar ishlatib turib, o'sha tarafga ko'proq shug'ullanadi. Yana nima tahlil, ikkinchi tahlil usulidan foydalanadi. Bu endi prediktiv tahlil, ya'ni nima bo'lishi mumkin, kelajakda nima bo'lishi mumkin, o'sha prognoz qilish bilan ham shug'ullanadigan data scientistlar bizdagi bor ma'lumotlarni oladi, o'sha qandaydir modellar yaratib turib, o'sha model bizdagi bor ma'lumotlarga asoslanib nima bo'lishi mumkinligini aytib, ya'ni taxmin qilib beradi. Bu biz aytganimizdek oddiy ko'proq tarjima qilsangiz bashorat bo'lib tarjima bo'lib qoladi. U bashorat emas o'zi, chunki bashorat hech qanaqa ma'lumotga asoslangan bo'lmaydi. Bu esa aniq ma'lumotga asoslangan va qandaydir statistik modellardan foydalanib chiqarilgan, ya'ni shu nimalarga foydalanib mos model tanlanib o'sha bo'yicha chiqarilgan bo'ladi. Ya'ni men metafora bilan tushuntirgan bo'lardim. Data analitik bu hikoyachi, ya'ni hikoya qilib aytib beradi nima bo'layotganini bizda. Data scientist bu esquire, detektiv. Ichiga kiradida nima sababdan qayerga o'sha chuqur analiz qilishga kirishadi. Data analitik bo'lsa hikoya qilib beradi bo'lgan narsalarni. Ya'ni hikoya degani birinchi o'sha fikrga keladigan narsa yosh bola bo'ladi o'zi aslida. Nega hikoya so'zi tanlangan? Chunki analitik shunaqa bo'lishi kerakki, uni o'sha oddiy tushunarli tilda yetkazib berish kerak nimalarga, qaror qabul qiluvchilarga. Ular tushunib turib bittada kerakli qarorlarni qabul qila olish kerak. Ya'ni hikoyada bizda nima bo'ladi? Metaforalardan foydalanadi. Masalan, tulki nimanidir ramzi, bo'ri nimanidir ramzi. Data analitika xuddi shuni kerakli vizuallarni tanlab turib, o'sha vizual orqali ma'lumotlarni yetkazib beradi. O'sha buni mahorat hisoblanadi. Ya'ni buni mahorati hikoya aytishida, ya'ni storytelling deyiladi, storytellingda. Buniki o'sha esquirlik, ya'ni chuqur tashxis qilib, chuqur o'rganib ma'lumotni chuqur matematik bilimlaridan, ya'ni chuqurroq foydalanib, o'sha qandaydir bizga foydalar keltirib chiqarib berish bo'ladi. Yana to'ldirib o'tmoqchiman. Data engineer, data analytic, data science, data ML bular bosma-bosqich rivojlanadigan sohalar, rivojlangan sohalar. Ya'ni datani paydo bo'lishiga data engineerlar sababchi bo'ladi. Ya'ni shu ma'lumotni quradi, yaratadi, ma'lumotlarni shakllantiradi, qanaqadir tizimga olib keladi.
simptomaga aytganda data analitiklar o'sha ma'lumotlar ustida ishlaydi. Ya'ni qanaqa tarzda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha axborot ko'rinishini yasaydi. Data science'lar bular kerakli axborotni olib, ya'ni tayyor axborotni olib, turli xil modellarga olib keladi. Ya'ni biz xohlagan modelga ko'rinishga olib kelish mumkin. Ya'ni tulslardan foydalangan holatda va o'sha kerakli instrumentlardan foydalangan holatlar ma'lumotni o'qish uchun, tushunish uchun, yetkazib berish uchun va qanaqadir qaror qabul qilishga oson bo'lishi uchun maxsus bir ko'rinishga olib keladi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Aslida bitta qilib tushuntirganda buni bir kishi qilsa ham bo'ladi. Lekin o'sha data science'larni data analitikdan ko'ra ko'proq bilim darajasi bular keng qamrovli, ya'ni ma'lumotni ichiga sho'ng'iydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, dengizga sho'ng'igan odam suv yuzasida ko'rgandan ko'ra uni ichida ko'proq narsani biladi. Ya'ni u ma'lumotni his qilib, menga kerakli ma'lumotni olib berish uchun izlanadi. Tafakkur qiladi. Uni ustida ishlaydigan maxsus o'zini metodlari bor. Matematik metodlar, statistik metodlar, prognoz metodlari bor, juda ko'p metodlari bor. Ya'ni kerakli joyga ularni ishlata oladi. Masalan, data analitik bu narsa talab qilinmaydi. Sen ma'lumotni tizimdan ol, yig', tozala va kerakli ko'rinishga olib kelganda, demak uni egasiga topshir. Egasi shunaqa darajaga olib kelish kerak. Men uni nimaga o'xshataman? Novvoyni bir ishi, hunariga o'xshataman. Masalan, o'sha novvoy nonni yopguncha, ya'ni bir non pishirguncha o'sha jarayon o'tadi. Ya'ni o'sha kerak bo'lsa unni olib keladi, tozalash uchun elakdan o'tkazadi, unga обработкаni ishlov beradi, tuz qo'shadi, uni hokazo qiladi va tandirga yopgandan keyin bizga tayyor non chiqadi. Bu data science'ning ishi bu. Ya'ni bizga tayyor non. Ya'ni bu degani men o'zimga kerak narsani oldim degani. Ya'ni o'sha ichida Sultonbek aytgandek hamma jarayonlar bor. Ya'ni tashqaridan kelganda o'zi aslida buni kim qilgani muhim emas. Lekin biz uchun muhim. Ya'ni bu sohani haqiqatan o'sha mutaxassis data science qildi buni. Ya'ni u nima qilyapti? U tizimning ichiga kirib, kerak ma'lumotni kerak joydan tortib olyapti-da, maxsus qurilma ishlatyapti, maxsus model ishlatyapti, maxsus funksiya ishlatyapti. Ya'ni uni bilmasangiz, siz kerakli ma'lumot ola olmaysiz. Masalan, ayrim bir kompaniyalarda shunaqa shart qo'yib qo'ygan, menga deydi 5 yillik strategiyani tuzib ber deydi. Bu 5 yillik strategiyani tuzish uchun albatta unga matematik, statistik tahlillar juda ham kerak. Sultonbek biladi. U yerda matematik mishleniya kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi jihatlarni olganim yaxshi? Ma'lumot o'ta kuchli, o'ta ko'p. Lekin o'sha strategiya 5 yillik strategiyani tuzish uchun maxsus matematik modellarini, statistik modellarini ishlab chiqadi. O'zi ishlab chiqadi. Tayyordan foydalanishi mumkin. Keyin u qanaqadir natijaga keladi. Uni keyin o'sha ishlatishi mumkin, kerak joyda saqlash mumkin. Ya'ni har bir sohani o'zini nima qilib aytganda mutaxassislikdan kelib chiqib qiladigan ishlari bor. Sun'iy intellektda ishlaydigan odamlar ham xuddi shunaqa. Ya'ni ulardan kelib chiqqan holatda o'ta katta ma'lumotlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni haqiqatan o'sha kuchli modellarni ishlatadi, promptlar yozadi va hokazo. Tushunarli. Oxirgi savolim. Mana data analitikada men o'quv rejada ko'rgandim. Korrelyatsiya bor ekan. Korrelyatsiya, sizlar aytyapsizlar, o'tgan narsalarni data analitika tahlil qiladi deyapsizlar. Lekin korrelyatsiya kelgusi narsalarni tahlil qiladigan narsa deb bilaman, tushunaman. Ya'ni u prognoz qilish metodi deb bilaman, xato bo'lishi mumkin. Agar u prognoz qilish metodi bo'lsa, korrelyatsiya nimaga data analitikada bor, data science narsasi bo'ladi. Xo'p, korrelyatsiya o'zi aslida to'g'ri prognoz qilish uchun ishlatiladi, lekin o'zi bo'lgan voqealardan olingan. Nima deganingiz, ikkita o'zgaruvchini bir-biridagi nimasi, bir-biri bilan bog'lanishi, bir-biridagi korrelyatsiyasi, bir-biriga qanday ta'sir o'tkazishligi. Masalan, mana siz sohangizga yaqinlaridan biri reklama xarajati bitta o'zgaruvchi va savdo ikkinchi o'zgaruvchi. Reklamaga qancha pul tikkanimizda savdo qancha bo'lyapti. Bizda shunda juda ko'p population deyiladi statistikada, juda ko'p ma'lumot bo'ladi. Masalan, 1 millionta deylik, 1 millionta shu nimamiz bor. Xarajat va savdoyimiz bo'lgan. Xarajat va savdoyimiz bo'lgan. O'sha scatter plot degan diagrammada tuziladi. Ular tochka-tochkalari qilinadi. O'sha har bitta nuqta nima degani, savdo reklamaga ajratilgan xarajat va keltirilgan savdo. O'sha ikkalasi kesishgan joyi nuqta qo'yiladi va shundan juda ko'p bo'ladi. Endi qachon korrelyatsiya bo'ladi? Agar qandaydir trend bo'lsa, masalan, o'sha
bitta liniya chiza olsangiz o'sha tochkalarni ustidan. Demak, korrelyatsiya bor, ya'ni marketingga pul tikkan sari savdo ham oshyapti. Tashqi omil bo'lsa, aytaylik, ob-havo boshqacha bo'lsa. Agar unaqa hech qanday aloqa bo'lmasa, nuqtalar har xil joylarda bo'ladi, hech qanaqa korrelyatsiya topa olmaysiz uning ichidan. Ya'ni hech qanday bir trend andozi topa olmaysiz. U deganda bir-biriga bog'liq emas. Prognoz uchun nima ishlatiladi? Demak, siz tushunyapsiz. Demak, marketingga 5 million ishlatganimda savdoim 25 million bo'lyapti. Demak, savdoim 40 million ko'tarmoqchi bo'lsam, marketing mana buncha pul tikishim kerak ekan degan sizda umumiy tushuncha. Bu ham hali chuqur emas, chunki marketingda qaysi kanalga qilgansiz, masalan, Instagram qilganmisiz yoki billboardmi, shu uni yana ichkariga kirishingiz kerak. Data analytics shunda umumiy kartinani bizga tushuntirib beradi, big picture tushuntirib beradi. O'shaning uchun bu ham data analytics vazifalaridan hisoblanadi. Data scientist aytganingizdek ichiga kirib, yana ham chuqurroq shug'ullanadi. Biz ham aynan shu shunaqa korrelyatsiya bo'yicha fintech loyihani bitta kalkulyatsiyasini chizganmiz, diagrammasini chizganmiz. Aynan o'sha DDoS bo'layotgan paytida. Masalan, qaysi paytida ko'proq P2P bo'lgan, qaysi paytida masalan tranzaksiya qayerdan bo'lgan, appdan bo'lganmi, webdan bo'lganmi, o'shanda bolalarga tushuntirish oson bo'ldi. Masalan, o'sha 3 ta nuqta orqali, terminal orqali, POS, web, appdan ko'ringlar, qayerda korrelyatsiya bor, jihati bor. U yerda aniq ko'rinyapti. Demak, bizga ko'proq webdan bo'lganda korrelyatsiya tushib ketgan. Nimaga? Xavfli nuqtai nazardan bu yerda nima bor? Risk bor. Nimaga? Chunki webdan bo'lganda har xil holat bo'lishi mumkin, pul ketishi mumkin, o'g'irlik bo'lishi mumkin. Lekin nuqtalar ko'rinib turibdiki, app bilan postdan, ya'ni kartani berib olganda u yerda hech qanaqa risk yo'q. Ya'ni bizda o'sha korrelyatsiya nuqtalarimiz o'sha 200 bilan 500 oralida turibdi. Ya'ni bu nima degani? O'sha berayotgan qiymatingizni bir-biriga bog'liqlik qilib ko'rsatsangiz, ya'ni o'sha prognozga ham yaqinroq keladi. Ya'ni tushunish osonroq bo'ladi. Sizni kelajakda qo'yayotgan qadamingizni bu o'sha ikkita ma'lumot orqali isbotlab bera olasiz. Bu lekin aniq prognoz emas. Bu tushib ketishi ham mumkin yoki korrelyatsiya bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni siz hozirgi holatingizdan kelib chiqib prognozga yaqin ma'lumotlarni solishtirgan hisoblanasiz. O'shanda korrelyatsiya degan atama tushunchasi bor. Xo'p. Men o'zi sohada xohlasa ko'p gaplashamiz deb bilaman. Chunki jonli efirlar ham o'zi xohlasa jonli efirda ham gaplashsak bo'ladi. Soha yangi, ko'p savollar bor. Menda ham shaxsan o'sha o'quv rejadan bittasi o'sha korrelyatsiya edi. Menga qiziq bo'lgan. ITga o'zim ham IT ichida bo'lganim uchun menga qiziq. Ichkaridan ham xudo xohlasa gaplashamiz. Xo'p, kelganlaringiz uchun rahmat. Ferzbek Sultonoga. Rahmat. Xo'p, tanishganimdan xursandman. Rahmat sizlarga. Xo'p, yakunlasak bo'ladimi? Maqsad. Rahmat barchaga.